Assalamu alaikum. Dünyanın her kaç yerlerinde yaşayotgan muhterem vatandaşlar hammalarga Allohning salomı olsun. Hidayet ekranı hoş geldiniz. Muhterem qarindoshlar, bugün biz Kur'an'dan Nazar namlı programımızdaki 6. sonini taqdim qilish oldida. Bugünkü programın temisi Kur'an'da bizga tavsiya qilgan, asas qilishda, ishlarimizni bijirishda asas qiladigan birlik, milliy birlikmi, diniy birlikmi degan tema ustida izlenişlerimizde taqdim qilamiz inşallah. Xabaranlı bo'lganda programda Kerim ustoz taqdim qilyotdi. Haqqimizda fikr berilgan, qarshi fikr tug'ilgan yoki reddiya berilgan qarindoshlardan samimiy o'tinib qolamiz. Avval tafsili anglagan qarindoshlar. Burun anglagan ko'p boshqa yerlardan anglab qochilib olgan butun ideyalar bo'yicha to'npishishga oldirmay, nima da'vatimiz tafsili anglab, undan keyin fikr qatnashtirsanlar xursand bo'lamiz. Programımız hazır başlandı. Dikkat verin rahmet dostlar tavsiye qilib qo'ysam. Assalamu alaikum. Hürmetli Kerim Ustoz, hoş geldin. Aleykümselam ve rahmetullah. Kandak havalar, cematullah. Yaxşı, hamağayla, özürmüzde salametullah. Şükür. Haftada bir görüşümüzde ikimiz bazı qarindoshlarning tilidan haftada 2 olsa oldu deganlar bo'ldi. Yani ba'zilar sal hajm qilib asti deganlar bo'ldi. Bizim vaqtimizning sharoitimizga yashib vaqt ajratib bu temin başlagan ekanmiz. Alaqısı bir tirishchanlik ko'rsatimizda himmat qilyapmiz. Bağlan sir ta'sirlashayotganligi hammalarga ma'lum. Allah yararlik bo'lsin, yordamchimiz bo'lsin. Xo'sh, etnisizlarga berdik. Darslarning başlasari aslib anlaymiz. Marhamat. Assalamu alaikum. Dünyada qas yerlerde hörmetli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men shu programni başlashdan burun bir ikki qiz o'zimniki nemisinin özünü deyip oylab qoldim. Men bu programmani şu qarindoshimizga başlayotgan şu hozir 5-6 songa keldik. Men har bir programma uchun shu bir kunlik vaqtimni ajratib, ishdan to'xtab, shu kuni kechgacha bir masala, masalan bugun birlik to'g'riliq to'xtalmoqchi bo'lsak, men shu birlik sohasidagi Qur'ondagi bütün oyatlarni aqtirib xata bir o'zi tushuncha berib qo'ymay deb ashunga tirishib ayna bir kun ishimni tashlab shunda qilaman men bu ishga. Chunki bu so'z Allah nomidan so'zlanayotgan bir so'z o'g'ashqa uni xato ketish bir jinoyat hisoblanadi. Onun uchun o'zimizni xato ketsak u o'zimizga ketadi, lekin millatni xato yo'lga boshlab qo'yish, millatga xato bir tuyg'u berib qo'yish bu bir xato bir ish. Onun uchun men bunu bir mas'uliyat o'zimniki ustidagi bir cho'ng bir mas'uliyat his qilib bir kunlik ishimni tashlab mustahad iznib ondan keyin o'zi nurg'unlagan oyatlarni ko'rib shuning ichidan hammasini keltirsam yomon uzrab ketdi. Shunga ashuna munosabatli yetarli darajada bir qancha oyatlarni keltirish orqali shu masalani ustida to'xtaldim. Har bir masalaga ashuna to'xtalamayman. Bugün 6. sonida birlik haqida to'xtalmoqchi bo'ldik. Xalqimizniki ichida birlik haqida nurg'unlagan ko'z qarashlar mavjud. Bir qism qarindoshlarimiz milliy birlik desa, bir qismlari diniy birlik deydi. Bir qismlari misol islomiy birlik desa, bir qismlari pan-turkizmlik birligining o'zini tashabbus qiladigan shunday ishlar bor. Buning uchun Qur'oni Karim birlik sohasida nimalarni deydi, nimalarni tavsiya qiladi bizga. U birlikniki bizga bo'lgan foydasi qanday? Hamda agar birlashgan taqdirda undan qanday foydalarni ola olamiz? Agar birlashmagan taqdirda undan qanday ziyonlarni tortamiz?
Onun ahırsıda yana bir qancha özü sözler bilen bunu ahırlaştırırız inşallah. Birlikni Qur'oni Kerim ikki xil şekilde tushundirdi. Birisi etiqodiy birlik. Etiqodiy birlikning o'zi Allah Taala Sura Ali İmran'daki 98'den 103. ayetiçilik aralıkta yani bu ayet yaman uzun ki şu noktalık yerini okuy. Ve'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku degan şu ayet arqali bayon qildi. Bu yerdeki habli degan kelime Qur'oni Kerimni ko'rsatdi. Yani Allah Teala'nın kitabı, Allah Teala'nın ağamçısı degan Allah Teala'nın kitabından ibaret bu ağamçıga hemmenle eslanlar. Ve bölünmenler deydi Allah Teala. Bu ne degan bo'ldi dese, bütün İslam'ı kabul kılan insanlar Qur'oni Kerim'e eslangan vaqtda hech qanday e'tiqod jihati bir bölünüş paydo bo'lmaydi degan. Shuning uchun boshqa bir kitobning hech qanday keragi yo'q. Faqat Qur'onga eslansanlar, har yerga borsanlar, musulmonning kitobi faqat bir bo'ladi. Bu yerda bölünüş degan narsa hosil bo'lmaydi, mazhab paydo bo'lmaydi, har xil shakldagi e'tiqod paydo bo'lmaydi. Faqat bir e'tiqod paydo bo'ladi. U bo'lsa-mu Qur'oni Kerim ko'rsatgan e'tiqod. O vaqtda sizni orangizda talash tortish va hokazo bo'lmaydi e'tiqod jihati deydi Alloh taolo. Bu endi hozir bizda bu narsa mavjud emas. Dunyoda Qur'oni Kerimni asos qilgan, faqat Qur'onga eslamiz deydigan bundaq bir o'zi diniy ko'z qarashda asosan tugab ketgan. Shuning uchun bu Qur'ondan chetlab ketganligi uchun musulmonlar qanday qiladi desa, e'tiqod jihatda yomon jiq o'z mazhablarga arildi. Ahl sunna val jamoa deydi, Shia deydi, Rafizi deydi. Ish qilib shu 8-10 xil hozir shu cho'ng-cho'nglardan bo'lmasa ushshaqlarni hisob qilgan vaqtda 20-30 xilga hattoki undan eşib ketishi mumkin. Shunday o'zi nimalarga arilib ketgan, mazhablarga arilib ketgan. Buning hammasi nima sababdan bo'ldi desa, bu shu Qur'oni Kerimni asos qilmay, Qur'oni Kerimga yandash boshqa bir kitoblarning o'zini akilib, anadagi Qur'oni Kerimdagi oyatlarni shu kitoblarga bo'ysundirish orqali bu Qur'oni Kerimni mazhablashtirib o'tganda, u sababdan bu shunday jiq e'tiqodiy mazhablar paydo bo'lgan. Bu e'tiqodiy mazhab insonlarga cho'ng o'zi balo. Hamda dunyoda tarixdan buyon shu e'tiqod sohasi insonlarga balo bo'lib kelgan. Shuning uchun Alloh taolo faqat Allohning kitobiga eslanglar, shu vaqtda sizlarning birligingiz saqlanib qoladi, e'tiqod jihatda birlik saqlanib qoladi. Bu vaqtda arang talash tortish bo'lmaydi e'tiqod jihatda deb bizga ashuni tavsiya qilgan. İkinchisi buniki milliy birlik. Milliy birlik degan bir territoriya ichidagi insonlarniki birlashishini deydi. Ammo u inglizchada nation deydi ekan. Nation deganni xalq degan bo'ldi ekan biznikida. Masalan, Sharq Turkistondan iborat bir tuproqning o'zini misolga olsak, Sharq Turkistonda tarixdan buyon birga yashab kelgan millat, ashuning o'zi bir ashu Sharq Turkiston xalqi degan gap. Bu xalqniki o'zi birligi degan ma'noni bildirdi. Bunda birlikniki foydasi nima, ziyni nima degan vaqtda Qur'oni Kerimdagi Sura Ali İmran'daki 104 va 105 oyatida "Veltekum minkum ummetun yad'una ilal khayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna 'anil munkar ve ulaikumul muflihun." Mana o'zi endi bir inson, bir millatning ichida yaxshilik bo'lib, yomonlikni to'sadigan insonlar chiqqan vaqtda u millat nijot topa oladi. Umumiy millatga deyotdi. Oxirisi cho'disi "Vala takunu kalladin tafarraqu va ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu va ulaika lahum azabun azim" degan bu oyatning o'zi sizlar paramparcha bo'lib ketgan, ideya jihatda ixtilof tushib qolgan, mundaq o'zi sizlarga bayyinat, ya'ni hamma narsani ochiq oshkora bayon qilib bergan kitob kelgandan keyinmi, ya'ni talash tortish qilib, paramparcha bo'lib, har xil mazhab, har xil e'tiqodlarga bo'linib ketgan odamlarga o'xshash bo'lmanglar deydi Alloh taolo. Va ulayk lahum azabun azim deganning o'zi mana shunday bo'lgan odamlarga nihoyatda o'zi buyuk azob bo'ladi deydi.
Bir kısım adamlar oylaydı, bunun özü kıyamet bolup dep. Undaq emas. Kıyamettin bolup Allah Taala'nın bu buyruqqa amal qilmaganligi uchun, amma dunyodan bo'ladi bu ishning o'zi. Bir millat o'ziniki o'xshamagan e'tiqodlarni o'ttirib tashlash orqali millatning ichida bo'lgunchilik paydo qilib, u millatning ichida jadal paydo qilgan vaqtda u davlat, o territoriya tamoman o'z paramparcha bo'lib, vayron bo'lishga boshlaydi degan gap. Vayron bo'lgandan keyin u vaqtda u yerda o'zi u insonlarga cho'ng qiyinchiliklar bo'ladi degan gap. Bu ikkinchi oyatga asosan birinchi oyatniki o'zi birlikda, ya'ni shu yaxshi ishga borib, yomon ishni to'sadigan bunday insonlar chiqsa, o insonlar hamiz o'rtaq holatda shu yaxshilik tarafga yuzlangan vaqtda ular najot topadigan bo'ldi. Demakki, bu yerda nima desa bizniki ochiq so'zimizdan bor bu. Birlik kuchma. Shunda bir gap bor. Kuch birlikda. Kuch birlikda, ish o'mlikda degani. Bu nimaga bo'ldi desa, bir millat birlashgan vaqtda uniki kuchi bo'ladi. Bir millat o'zi parchalangan vaqtda kuch parchalandi, ojizlashadi degan. Shuning uchun agar bir millat biz nima qilamiz, kuchlanamiz degan bo'lsa, u o'zi nima qilish kerak endi. Shunday o'zi birlashish kerak degan bo'ldi. Endi birlashishga nimaniki bir millatniki, bir xalqniki birlashishga to'sqinlik bo'lgan omillar nima? Bunu Allah Taala Qur'oni Karimda qanday bayon qiladi degan vaqtida Kafirun surasındaki 1-oyatdan 6-oyatgacha Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'budun ma a'budu va la ana a'budu ma a'badtum va la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin degan mush oyat orqali bayon qildi Alloh taolo. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom deyaptiki, shu vaqtda sen ey kafirlar, sizlar ibodat qilgan narsaga men ibodat qilmayman, sizlar men ibodat qilgan zotga ibodat qilmaysizlar. Men sizlar ibodat qilgan narsaga menga ibodat qilib kelmadim va sizlarmi men ibodat qilgan narsaning zotga siz ibodat qilmadinglar. Mush burun tart boshqa bo'lib keldi. Hozirmi shundaq, buningdan keyin shundaq bo'latsizlar degan gap hamdi. Yig'ib aytgan vaqt xulos kalam lakum dinukum waliyadin. Sizning diningiz o'zingizga, mening dinim o'zimga. Buning o'zi bu Qur'oni Karimdagi eng asosli prinsiplarning birisi bu oyat. Yani bir cemiyette bütün insanlarniki bir haqni o'z qabul qilib ketishi natoyin. Ular har xil mazhabga, har xil diniy e'tiqod qilishi mumkin. Masalan, har xil islomdan boshqa, har xil boshqa dinlarga, buddizm deymiz, xristian deymiz, yahudi din deymiz, boshqa har xil dinlarga yoki har xil mazhablarga e'tiqod qilishi mumkin. Shu vaqtda birlashishga eng birinchi darajada to'sqinlik bo'lgan narsa nima desa, diniy mazhabchilik degan gap. Diniy har xil e'tiqod, shu e'tiqodni bozorga solib, u yerlik millatning o'rtasida e'tiqodiy bo'lgunchilik paydo qilish bu millatning birligini buzadigan narsa degan gap. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi desa, lakum dinukum waliyadin degan o'zi prinsip bo'yicha ish tutish. Ya'ni har odamning e'tiqodi o'ziga. E'tiqod dinda ikki narsa bor. U nima degan vaqtda birisi e'tiqodul ibodat, ikkinchisi degan vaqtda amal. Bu ikki narsa nima qilindi? Ya'ni o'zi ahkam, amal deyim, ahkam. Yani bu ikki narsa Qur'oni Karimda bor. Bu e'tiqod bilan ibodatning o'zi Alloh bilan insonning o'rtasidagi ish. Ahkam Alloh bilan insonning va Alloh bilan insonning va inson bir insonning o'rtasidagi masala. Onun için Allah Teala bu yerda e'tiqod va ibodat sohasidagi ishlarga Qur'oni Karimda hech qanday o'zi bir inson yana bir insonga jazo berish haqida hech qanday buyruq tushmagan. Bir odam musulmon bo'lmasa, uningga jazo bergan hech qanday odamning haqqi yo'q. Bir odam yana bir mazhabga chiqib olgan bo'lsa, uningga jazo bergan hech qanday odamning haqqi yo'q. Bir odam namoz o'qimagan bo'lsa, uningga jazo berishga hech qanday odamning haqqi yo'q. Ro'za tutmagan bo'lsa, hech qanday odamning haqqi yo'q. Fakat onunki cezasını kim verdi dese, o ibadetleri e'tiqod Allah bilan insonning o'rtasida ish yo'qashqa, Allah onu berib, onun cezasını berdi. Qachon? Qiyomat kuni. Qur'onda bunu deylik.
Hem de insanlar otursun ki işi olsun diye vaxtda mesela gıybet kılış deyimiz, oğulluk kılış, zina kılış deyimiz. Bunda işlerin özü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ceza belgilerlik. Ne için dese insan bir insanı otursun işi oğaşka insan yani bir öz cinayet ötközgen insanga hakimiyet tarafından öz ceza veriş. Bunun özüne Allah Teala insanlarga tapşırgan. Bunu ki insanlar keltigen ziyan tarafi karta insanlar öz ceza verdi. Allah Teala'nın buyruğu itaat kılmagan tarafi karta onu ki kıyamet günündeki cezasını Allah yana kayıt verdi dengen. Bunu mendaq düşünüp alsak boldu. Ama bu Kul ya eyyuhel kafirun degan muş ayetning özüde yani nemin dep atadı dese bunu yaman jiq adamlar bek kalısını tiz ütüp ketmeydi. Çünkü Kur'an'ın öz açta dep turuqluq. Lekum dinukum veliyedin degan muşu prinsip boyunca iş qilish haqida buyruqluq insanın özüne. Her insandaki etiqadi özüge, dini etiqadi özüge degan prinsipte iş qilish orqali insanların etiqadiga hücum qilmaslik, etiqadi bilan hepleşmeslik. Bu yerdeki ortak mesela bir devletning içinde nurg'unlagan dinga e'tiqod qilgan jamiyatlar, insonlar bor. Shu o'zi nurg'un dinga e'tiqod qilgan insonlarni o'rtaq bir yerda tutib turish uchun nima qilish kerak degan vaqtda e'tiqodni amaldan qoldirish. Yani her adam qilgan dini e'tiqodni o'zimning e'tiqodi, o'zimning shaxsiy ishi deb bilish, boshqa insonlarga bu e'tiqodni tangmaslik, boshqa insonlarning e'tiqodiga hujum qilmaslik. İşte azıcık bir gap olib qoldi. E'tiqodni amaldan qoldirish degan so'z bunga eslabamizsin endi qarindoshlarimiz. Yani şu devlet yoki birlik tuzilmasidagi bir guruhda onu asas qilib olmaslik demek. Asas qilib olmaslik. Men undaqda Peygamber Aleyhisselam'ın özü ve özünün etrafındaki kişilerden kurgan birlik çoğu qandaq birlik endi bu. Bunun ahirsidagi xulosada kelimiz deb o'ylayman. Ma'qul. Doim bo'rsin ahirsi bu hozir. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimdagi nihoyatda cho'ng ikki prinsipi bor. Ikki prinsipi nima desa, insonlar dindor bo'lishni Alloh taolo buyurdi. Har bir inson dindor bo'lish kerak. Dindor deganning o'zi Qur'oni Karimda masalan bir odam islom dinini qabul qilmoqchi bo'lsa, Qur'oni Karimni yaxshi o'qib, tushunib, uni kallasini o'tkazib, islomni qabul qilish bu dindor degan gap. Sözlügen adamlar mı degan vaqtda sözlügen adamlar mı uni shu ikkinchi bir taraf qabul qiladigan shakl yoki Qur'oni Karimdagi haqiqatning o'zini haqiqat bo'yicha o'tirib qo'yish. Ya'ni Qur'oni Karimda bu haqda la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal g'ay faman yakfur bit-taghut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha vallahu samiun alim degan mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda qad tabayyana ar-rushdu minal g'ay deganning o'zi to'g'ri xatodan aniq bo'lib bo'lgandan keyin la ikraha fid-din. Dinda zo'rlash yo'q. Yani sözlügen adam hakikatini aynen oturup koyuş gerek. Ama bu hakikat bunun katli sen özü kirimsen bulmaydı o. Bunun hukukumsan bulmaydı. Onu zorlaş hukuku yok yani. Yani o hakkını sözleş bir adamın hakkı, lakin kubul kılış kılması karşı tarafındaki yüzdeki ihtiyar yani. Şu Kur'an-ı Kerim'de kulul hakkı femen şâ fel yu'min ve men şâ fel yekfur diyen ayetin özümü sen hakkını sözler dedi. Halis işensin, halimiz işenmesin. O özünün işi. Lakin senin vazifen neyme? Senin vazifen hakkını sözler. Çünkü bu yerdeki birinci prensip neyme diyen vaqtda birinci prensip dindar bo'lgan insonlar hakkını sözler. Kişilerge hakkını yetkizip qo'yish. Ama hakkını qabul qilmagan yoki uni o'zi men buni ishonmayman degan odamning o'zini ayıplash, uni hakaretleş, onun her xil nam ataqını beriş bu xata degan gap. Onu xalis qabul qiladi, xalis qabul qilmaydi degan gap. Qur'oni Karimdagi prinsipi bu. Yani Qur'oni Karim bu nuqtaga vaqtda insonlarni dindor bo'lishga chaqirdi. Yani Allah Taala Qur'oni Karim natiya deylik, mushu mening dinim ishoninglar. Deylik. İşenmegan odam bo'lsa, xolisan ishon, ana shu oyatning o'zida shunday. Xolis ishonsin ana İşiniz çıkıp kalsın, men dinim kışın Allah. Men dinim doğru din deyen gel.
İkinci tarafı diye vaqtda dinçi olmaslık. Kur'an-ı Kerim'deki maksat dinçi bo'lishni to'sidi. Dindar bo'lishni buyuruydu, tashabbus qiladi, dinçi bo'lishni to'sidi. Dinçi bo'lish degan nima desa, qarshi tarafning o'ziga din orqali nima qilish? Zulm qilish. Uni ayıplash, uni haqoratlash, bundaq ishlarning o'zini Alloh taolo to'sadi. Endi sizlar bayatın so'ragan savolniki nemiz bo'yicha Payg'ambar alayhisalom qanday qilgan degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat nima be'satnikan payg'ambarlikniki 13-yili asha kelgandan keyin bu Madinada nurg'unlagan 50% atrofida 50% yaqin Yahudilar yashaydigan, qolgani o'zi Arablar va boshqa har xil millatlar yashaydigan har xil dindagi insonlar bor, shundaq yashaydigan bir yer bo'lgan. Shu yerda Payg'ambar alayhisalom qanday qildi degan vaqtda Alloh taoloniki mushu lakum dinukum valiyadin degan oyatga asosan her insonniki yoki her toplumniki dini e'tiqodi o'ziga deb Alloh taolo ash belgilamani tushunganligi uchun shu Yahudilarning o'zini chaqirib akilib, Yahudilar shu yerdagi Makka mushriklar shu nima Makka mushriklar, Madinadagi mushriklar shu Madina shahriga tava 10 mingdak aholi odam yashaydi shu vaqtda. Shu yerdagi o'zi qabilaning boshliqlarini bir yerga to'plab Madina ahdnomasi deydi hozirgi vaqtda, Madina ahdnomasini tuzaydi. Hammaniki diniy e'tiqodining o'zanligi. Meningmi o'zimga, sizlarning o'zanligi, bir-birimizdagi diniy e'tiqodiga hujum qilmaymiz. Ammo Madinada iborat ma tuproqning o'zi hammamizning o'rtaq bir tuprog'i. Biz bu tuproqni birga qo'g'daymiz. Agar mushuning a'zo bo'lgan bir qabilaga boshqa sirtdan bir dushman birisi dushmanlik qilib hujum qilib qolsa, musha ittifoqqa a'zo bo'lgan butun o'z qabila birlashib uning intiqomini olamiz. Misol, ashundaq darajadagi kelishim shu vaqt tuzildi. Payg'ambar alayhisalom mana mushu qul ya ayyuhal kafirun degan mush oyatniki, mushu o'zi payg'ambarning Alloh taoloniki, mushu buyruqqa asosan mushu o'zi Madinadagi ishning o'zini amalga oshirdi. Misol shuning uchun bu yerda hamda undaq desalqi nurg'un odamlar bu millat dinni chiqarib qilyapti deydi. Dinda zo'rlig'a vaqtning o'zida millatda samimiylik bo'lmaydi. Samimiylik bo'lmagan bir millatda dinga xiyonat qiladi, Alloh taoloni aldaydi, o'zini aldaydi. Misol bolaga o'tgandan dedik, bir bolaga o'zimizning bolasidan besiga sen namoz o'qi desak, u bola o'zi nimani dinni yaxshi tushunmagan bo'lsa, shu bizning qo'rqib yoki bo'lmaydi bizning ko'nglimiz uchun o'qib qo'ydi. Ammo o yurigidan Alloh taologa o'z ishongan holatda, Allohning diniga ishongan holatda o'qimaydi. Buning o'zini nifoq deydi. Dinda ikki yuzlimichi deydi. Shunday o'z ikki yuzlimichi bo'lgan gap. Buning uchun insonlar haqiqiy tushungan vaqtida, haqiqiy tushunib uning ishongan vaqtida uning samimiylik bilan amal qiladi. Amal qilgandan keyin uning ikki yuzlimichilik bo'lmaydi, hech qachon o'zi yerda Allohni ya o'zini aldash maqsadida ish qilmaydi degan gap. Alloh taolo bundaq samimiyatning o'zini, ya'ni muxlisina lahu-din qatorida haqiqiy Allohning diniga xolis samimiylik bilan e'tiqod qilishni Alloh taolo buyurdi. Ammo undaq aldamchilik bilan Allohni aldash maqsadida yoki o'zini aldash yoki atrofidagi insonlarni madem o'z namoz o'qiydigan odam desin degan maqsadda namoz o'qishni Alloh taolo xohlamaydi. Bu vaqt yana buruq payg'ambarlardanmi Musa alayhisalomning voqealigini boshdan oxir so'zlasak ham uzun bir voqealik. Shu voqealikmi ashuna yetib oshidi. Chunki Musa alayhisalom nimadan Misrdan Bani Isroilni boshlab keldigan vaqtda Ersilni ma'ya Bani Isroil degan Qur'oni Karimda maxsus oyat bor. Bir o'nga Bani İsrail avlodlarining o'zini mening bir qo'yib versam, men akassam ularni deydi. Bu yerdagi narsa nima desa, u musulmonni qutqizish emas, u yerdagi bir millatni qutqizishdan iborat.
o milletni qutqazgandan keyin uni asta-asta musulmon qilib oladi degan gap. Haqiqatni tushuntirish orqali. Ammo shularning o'zida shu fir'avnning oldini qutqizib ketayotgan vaqtida yo'lda bir o'zi mahalladan o'tib ketayotganda u mahalladagi har bir uyning oldida bir taldan but tug'anligini ko'rdi odamlar. Ko'rgandan keyin, "Ey Musa, Aşılarga o'xshash bizga har birimizga bir taldan iloh qilib bergin" deydi. Demakki, u musulmon bo'lmagan bir millatni akitadi Musa alayhisolamga. Undan keyin to'rtag'ini nimasiga o'rib, u yerni Tevratni Alloh taolo Tevrat tushirdi, o Tevratni akilib, uni tushuntirib, u musulmon qilishni ashnodan boshlaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hech qanday bir yerning o'zida Alloh taolo bir millatniki yoki bir xalqniki, bir territoriyada yashaydigan xalqniki birlashishiga diniy birlikning o'zini asos qilmaydi. Milliy birlik deymiz, shu yerlik xalqniki birligining o'zini asos qiladi. Endi bu asos qilgan narsaga yana shart nima degan vaqtda shart bu yerda şu işgal o'zi ayet var şu yerda. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi annana muslimun diyen bu ayet onundan keyin Ma Sur Nisa'daki 58. ayette İnnallaha ya'murukum en tu'addul amanat ila ahliha ve idha hakemtum beynen nas en tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana semi'an basira degan bu ayet. Bunun nima deydi degan vaqtda Alloh taolo sizlarni omonatni o'z ahliga berishga buyurdi. Ve idha hakemtum beynen nasi. Sizlar insonlarning orasida hukm qilgan chog'da adolatli hukm qilishni buyurdi. Yani bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bir davlatning ichida, hozirgi vaqtda davlat, yana bir davlatning ichidagi xalqniki ishi qarta so'zlayapmiz. Bir davlat territoriyasidagi shu davlatning fuqarolari har xil mazhab, har xil e'tiqoddagi xalqning orasida hukm qilgan chog'da Alloh taolo nima deydi degan vaqtda adolatli hukm qilishning o'zini buyurdi. Boshqa bir oyatda bor, sizlar o'zi urug' tuqqanlaringlar sizlarni u yerdagi nimadan haqiqatdan qaydirib ketmasin, ya'ni adolatni qaydirib ketmasin degan narsa bundaq bir oyat bor. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda bir davlatda bir qancha dinga e'tiqod qiladigan yoki har xil millatlar yashaydigan bo'lsa, u yerda bir jinoyat uchun hukm chiqargan vaqtida o'zining millati bo'lganligi uchun sotchiniki o'zining millati oldiga kelib qolgan chog'da yenigaroq boshqa millat oldiga kelib qolgan chog'da sen eg'irroq bunday hukm chiqarish bu xato. Yoki o'zining dinidagi bir odam jinoyatchi oldiga kelib qolgan vaqtida yenigaroq başka dindeki birisi aldığı çıkacağız sen eğirrak ceza kesiş bu özü adil ceza kesken bulmaydı bu Allah Teala'nın aldı nait özü eğir günah yani bu hakta 3 tal ayet var ama Ömer lem yahkum bima anzalallahu fe Allahikumul kafirun zalimun fasikun diyen sahada 3 tal ayet var şu vaxtda karşı tarafga zulüm qilgan bo'ldi şunun için Allah Teala bu yerdeki insonlarniki o'xshash yani barobar shu davlatning ichidagi hamma fuqaroning barobarligini kapolatga ega qilgan narsaning nima ekanligini bizga so'zlayapti. Kapolatga ega qilgan narsa nima? Adolat. Ma ikkinchi oyatni o'qigan ikkinchi oyatning o'zidami ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum alla na'budu illallah degan mush oyatning o'zidami hammasi o'xshash bo'lgan bir so'z kelgan degan so'zning o'zi bir Allah işini sahasındaki okşaşlık bir taraftan. Diğer taraftan valla yettehide bazına bazen erbabe memnunillah diyen özü Xudanın başka yana birbirimizde çok okşaş bunda işlerini kırmaslık sahasındaki işe kiranlar.
deganning o'zi nima desa, hammamiz o'xshash. Qaysi dinga e'tiqod qilsang qil, qaysi mazhabda bo'lsang bo'l, bu yerda insonlikcha hammamiz o'xshash. Degan mush so'z qilinglar. Sen musulmon bo'lsang, sen yahudi bo'lsang, birisidan ustun bundaq narsa emas. Hammamiz insonlikda o'xshash. Onun uchun mush insonlik nuqtasiga kelinglar. Insonlik nuqtasida hammamiz birlashaylik deb Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga andayapti. Demakki biz qanday qilamiz degan vaqtda, agar Sharqiy Turkiston xalqi birlashadigan ish bo'lsa, Sharqiy Turkistondagi yerlik millat deymiz buni. Aşağı uzundan bir yaşap kelgan Sharqiy Turkiston xalqining o'zi o'rtaq bir o'zi bayrog'ini ostiga yig'ilish va o'rtaq kurash qilish bu bizga nihoyatda to'g'ri bir ish degan gap. Alloh taolo yo'l qo'ygan ish. Ya'ni biz u yerda mening mazhabim ma'vu, men falon dinga e'tiqod qilaman, hozir biz bilmaymiz vatanning ishini. Vatan qanchalik odam o'zi musulmon holatda, qanchalik odam boshqa dinga kirib ketdi, qanchalik odam boshqa mazhabga kirib ketdi, vatan qanchalik o'z mazhabga o'rilib ketdi xalqimiz. Onu bilmaymiz. Hem de o vaktin özde biz hemmisini bir mezhepke, hemmisini bir dinga, hemmisini bir millet kıp bulup, onun dekin biz özü vatanı azat kılımız degen bu bütünleyle uxlamayı koygan bir tüşke okşaş nersi. Onun için bu yerde neyme dese, Şarkı Türkistan'ın ibaret bir tuprağının özü şu yerde uzundan bir tarihten bu yan bir yaşap gelgen milletinin ortak vatini asasında köreş kılışımız ve onunki qası millet, qası özü mezhep ya qası dinlik itiqat qilishini qat'iy nazar. Onun olan özü şu insanlık şu yerdeki Şarkı Türkistan xalqi namı aslında birleşiş. Yani bu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurgan bir buyruq degan gap. Allah Teala meni mushuni buyuryapti bizga. Ondan keyin bizdeki en ağır kesel desek buludu. Nemo diye vaxtda biz hatta ki dini saat o'qiganlarmi Arab mamlakatlarida o'qiganlar Arabligi yanvasıdığan, Türkiye'de o'qiganlar Türkligi yanvasıdığan, başqa öz Pakistan'da o'qigan Pakistan aşında xalqi madaniyat jihati har xil jihatda aşnaqa sal moyil mandaq bir o'zi keldigan mandaq holati bor. Misal ziyolining ichidan bu Ziyali'nin içinde mi şu Xitay'da okuyanları Xitay'a sel mail, başka bir devlette okuyanları şu devlet sel mail mandıgarak halette hem de. Meniki köz düşümçü aşındak. Men ama vatanda okuyanlığım için sen özü vatan sel mailrak deyim he, özümden aşındak özü oylayma. Şunun için bu yerdeki neresi neymi diye vaxtıda biz her yere bassak, meyli Arap memleketlerde olsun, meyli Avrupa olsun, meyli Amerika'da olsun, meyli dünyanın her kandak yerde olsun, okup şehirdeki bilimni milletke fayda yetkizüş için, milletini kurtulduruş için okuşumuz lazım. Herkesin o yerdeki medeniyetini ekilip, milletini kalaymakanlaştırdıgan bunda haletini şekillendiriş bizge doğru emez. Şunun için bizdeki milletimizge her yerden de okup bilim eliş bu nihayet zörür. Ama o yerdeki bilim belbirge okuyan medeniyetini teşvik kılıp milletinin içinde her xil öz medeniyetlerinin payda kılışka hiç kandak hacet yok. Çünkü bizdeki medeniyetimiz yetip aşırı. Uygur buluş için özümüzdeki medeniyetini qo'g'dishimiz şunun özü şu asasda yani medeniyet sahasida şu özümüzün medeniyetini asas kılışımız nihayet zörür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in özümü bu millet sahasida Sure Rum'daki 22. ayetinde ve min ayatihi halqus semavati vel ardi ve ihtilafu elsinatikum ve elvanikum inne fi zalika laayatin lil alamin degan muş ayette maxsus millet hakkındaki bir bayan bu. Osmon zimindeki yaratılışı Allah'ın bar ve birlikki bo'lgan bir delil olgan bo'lsa, insonlarniki tilining ve renginin her xil buluşumu Allah Teala'nınki bar ve birliginiki delili degan bo'ldi. Yani bir millet buluş, tili başka buluş başka milletin degan gap. Ba'zilar rengi o'xshab ketgan taqdirdami, tili ayrım. Şu ayrım tilning bo'lganligi hem nima degan vaqtda Allah Teala'nın bar ve birlikki dalolat qilgan delillardagi birisi degan gap. Şunun için öz milletini qo'g'dash Allah Teala'nınki bir ayetini
Allah'ın var ve birlik dalalet kılgan bir delilini qo'ygan bo'ladi. Eğer o o'zining millatini qo'g'dimaslik Allah Taala'nınki bar birlik bo'lgan delildan birini yo'qolib ketishiga, buzilishiga o'zi yo'l qo'yganlik hisoblanadi. Dini Qur'onniki nimasi bo'yicha aytgan vaqtida, o'zimizniki milliy sohasida aytgan vaqtida ota-bobamizniki o'zi bizga qoldirgan merosning o'ziga to'g'ri sahip chiqmagan, ega chiqmagan bo'lamiz. Ota-bobamizning omonatiga xiyonat qilgan bo'lamiz, avlodlarimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Ya'ni buning uchun o'zimizniki bu milliy madaniyat sohasida qanchalik o'zimizning milliy madaniyat sohasini ching tutsak, masalan, bolalarimizni shunchalik uni o'rgatsak, bo'lib vatanning sirtida bu nihoyat muhim. Bolalar o'ziniki madaniyatini o'rganmagan taqdirda boshqa millatniki madaniyatini o'ziga o'zlashtiradi. Uningdan keyin o'zi o bolalarga biz o cho'ng'ig'andagi o gapni anlatib olmaymiz, chunki uni kallasidagi madaniyatni qabul qilgan nuqtaga biz o'zimizniki madaniyatni o'rlashtirib olmagandan keyin u nuqtaga boshqa bir millatning madaniyatini o'rlashtirib oldi. O'rlashtirib olgandan keyin andek o millat armaydigan, o'g'illarimiz boshqalarni olib keldigan, qizlarimiz boshqalarga ketadigan ishlar men o'sha yerdan bo'ladi. Onun uchun o'zi vatanning sirtida Uyg'ur bo'lmoq tez hozirgi vaqtda, chunki ching turmasak, bolalarimizni yaxshi tushuntirib, bolalarimizni o'zimizniki aslimizning o'zini yaxshi o'zi uniki tarix, madaniyat, har xil sohadagi ishlarni o'zini yaxshi o'rgatmasak, yaxshi tushuntirmasak, ular boshqa millatga kirib ketgandan keyin o ishlarni keyin o'zi qutqizib olish butunlay o'zi bizga mumkin bo'lmaydigan bir ish bo'lib qoldi. Bu haqda Allah Teala bir o'zi nerede qo'ydim men buni? Ondaqda bir millatninki assimilyatsiya bo'lib, g'oyib bo'lib ketishi, ya'ni millat farqining yo'qolib ketishi ilohiy qonuniyatlar bo'yicha to'g'ri emaskanda, ya'ni. Albatta. Chunki Qur'oni Karimda qavm deydi, yoki ummat deydi. Ummatga asosan millat deganga qavm shunda o'zi millat degan so'z chiqarishdan ya qavmi deganing o'zi ey mening millatim degan gap Qur'ondagi Musa alayhissalom, İsa alayhissalom bütün payg'ambarlar ya qavmi deydi. Ash mening millatim degan gap. Xalqim mening millatim. Bu o'zi millatning yo'qolib ketishi, millatniki Qur'oni Karimda yo'qolib ketganligini bayon qilgan vaqtda u millatning halok bo'lganligi to'g'riliq bayon qiladi. Yani bir millat gülünüp yo'qolib ketmaydi. Gülünüp yo'qolib ketmaydi. Bir millat o'z yo'qolib ketishi u millatning halokati degan gap endi. Mana shu qavada. Halokat degani mana shu vaqtda nima deymiz endi? Alloh taoloniki jazosi o'chirgan degandek nihoyat o'zi qo'pol bir gap bu-ku endi. Mana shu vaqtda. Halokat degani la'nat uchirgan bir millat degandek mundaq ma'no chiqadigan gap. Halokat degan ashtaqa yerdan keladigan narsa. Shuning uchun bu yerda biz o'zimizni qo'g'dab, o'zimizni qutqizolmasak, u biz yo'qolib ketganga tarixda Qur'oni Karimdagi bayonlarga qaragan vaqtda nurg'un yerdagi insonlar yo'qolib ketganligi to'g'riliq nurg'un oyatlar bor. Alloh taolo ashada hech qanday bir narsaniki, Allohning hech qanday bir narsasiga ziyon bo'lmaganligi. Ya'ni nima ziyon bo'ldiki biz yo'qolib ketsak masalan dunyoda? Alloh taolo hech qanday bir ziyon yo'q. Faqat bizniki o'rnimizga boshqa bir millat kelib yashaydi xolos. O biz degan vaqtda biz o'zimizni qo'g'diyolmagan Alloh taolaning oyatidan iborat. Ya'ni millat degani bayma o'qigan o'xshash Alloh taolaning bir oyati bu. Bir oyatning o'zini biz qo'g'diyolmagan bir millat bo'lamiz degan gap. Bu vaqtda Alloh taoloniki shu oyatni qo'g'dimagan insonlar nima bo'ldi desa Allohning la'nati tushirgan bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu millatni qo'g'dash nihoyatda o'zi muhim bir vazifa. Bunun hammamiz o'zimizniki har xil ko'z qarashlarımızın o'zini diniy e'tiqod sohasida ko'z qarashlarimizni bechatga olib qo'yishimiz lozim. Hammamiz millat sohasida aramizda har xil sohadagi insonlar bor, masalan,
dinge itiqat kıldıganlarım var, itiqat kılmaydıganlarım var, başka dinge itiqat kıldıganlarım var belki. Bundaq insanların özüne sen başka dinge itiqat kıldıkansan, ya başka mezhep itiqat kıldıkansan, ya sen namaz okumaydıkansan, ya sen hargıcı oldıkansan degende banalık kılış arkalık milletin arasız anmaydıgan bundaq halatını şekillendiriş bu milletdeki bolgan bir zulüm ve milletni halaket tarafga başlaganlık bolup hesaplandı. Eğer biz milletni qutquzmaz desek, qandaq bir insan bo'lishini qat nazar Uyghur milletli olsa ya Şarkı Türkistan halkından ibaretli olsa, onun özünü içimizge erişimiz lazım. Onun kemçiligini asta tüzüp alsak boludu. Müslümandaçılık asta. Peygamber Aleyhisselam 23 yıl cepat atıp 23 yıl köreş kılıç arkalık Müslümandaçılığını dünyaya yaygan. Demek ki 23 yıl asta Müslümandaçılık degen mana çıkıdı aşılandın. Şunun için biz bir adam bir harak içip koygan bolsa, onu derhal lekin harak geçip septen çıkırıp etti. Ya ki oğul qıp koygan bolsa onu septen çıkırıp atmasdın. Onu içimizge ekirip elip asta onun yaxşılıkını öğretkendekin o yamanlığını taşlaygan gep. Kur'an-ı Kerim açtaq. Bir adamga yaxşılıkını öğretkendekin o yaxşılıkını ornunu yamanlık neme? Yamanlıkını ornunu yaxşılık egelleydi. O adam asta özü yaxşı adam boladı degan gep. Şunun için biz bundaq sahada bulupmu dini sahadaki insanlar naat soğaqqan buluş gerek. Onu dekin özü insanlarımızga qalaymakan sen kafir, sen murtet, sen murci bizni o mınqatim dep boldu. Biz onun külübü kettik hazır. Bundaq geplerin özüne milletni özünü qaçırdıgan yoki milletni Uyghur milletini jiraqlışıqı öz sebep bolgan bundaq geplerini qilish naat egri bir jinoyat bu. Bu bizniki burunay Norvegiya bolgan bir yaxşı bir qarindişimizin üstünden aşında qalaymagan gep bolup bu nurgunu jillap özü biz Uyg'urlar aralashmaygan bolup keyin aralashib aşında bo'lib ketgan bu özü bizga naati egri bir narsa. Chunki biz milletimizin arasındaki bir insan yoki bir aileni shundaqla chiqarib atsak, demek ki içimizden yani milletimizin ichidan bir qancha odamdan ayrılib qoldik degan gap. Bo'libmi hozirgi Uyg'urlar chet el naat az shundaq vaqtning o'zida millatni nimaga bo'lib, turga bo'lib andaqçı, mandaqçı deb gruppaga aylantirib, uning o'zini bo'lgunchilik qilib, millatni bir yerga akamaydigan bundaq bir holatni shakllantirish bu bir jinoyat. Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha eg'ir jinoyat bu. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamniki shu tarixni o'qisa bo'ladi hamma odam. Buningda mana shu nimaning o'zida bor. Shu Rahiqul Mahtum deymiz. Onundaki mavu Peygamber Aleyhisselam tercümalı onu da baş nurgulluğan kitaplar var. Şu Mekke'nin Peygamber Aleyhisselam Medine kelgan vaqtdagi qilgan ish harakati qanday bo'lgan? O'tgan dersning o'zida hatto Peygamber Aleyhisselam o'sha yerda zodi bir birlikni saqlab qolish niyatida, misol birlik saqlanib qolsin degan niyatda hattoki Baytulga shu nimaga Qudus taraf qarab namoz o'qiganlik haqida so'zildik-ku. Demek ki bir territoriyada yaşayotgan adamın içinde birlik en muhim o'rin turdi. Qolgan ushaq tushak tamiratga qo'shash bunda qalqi ushaq tushak og'riqlarning o'zini tashlab qo'yish kerak. Tashlab qo'yib, uni asta beboshdan o'zi nasihatni qilgandan keyin insonlar asta qabul qiladi uni. O'zining xatoligini e'tirof qilgandan keyin uni asta qabul qildi. Uning uchun biz insonlar bir qatimli xato qilsa, o xatolikka kirishib olib, davomli onun zarb verip, cemaat için özü onu qo'g'lab, cemaat aralashmaygan qilish, bunun özü bu intayin cho'ng bir xatolik. Biz xatoligimiz bilan inson. Eğer bu yerda bir savol so'g'ib kelib qoldi, ketdi yani tilim. Ondaqda Peygamber Aleyhisselam la ilahe illallah kelimesi bilan Qurayshlarningki Arablarning orasiga tushgan chaqda Arablar ittifak emasmidi, bir emasmidi? Araplarning orasida birlik yo'qmidi? Birlik var. Peygamber Aleyhisselamning shu chaqdagi la ilaha illallahni ko'tarib kelishi, shu chaqdagi birlikning, shularning o'zining ko'nglidagi 360 butning ibodat goyida to'planib kelish shu birlikini deydi. Ash birlikini parchalaydigan bir yangilik bilan o'ttirib chiqdimda. Bu çağda hazır sizde davetkan bu söz bilen bu kanuniyetle elip etken çağda şu çağdaki birlikten Peygamber Aleyhisselam buzgan bulmamdı.
Elbette bu yerdeki narsa nima degan vaqtida Arablarniki shu vaqtdagi Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishni oldidagi jamiyat tuzumlari masalan buni ko'rish kerak. Buni ko'rgandan keyin u vaqtda u qadar o'zi razillashib ketganki, u zina qilish, haroq ichish, hokazo ishlar u odatga bir ish-ku. Hatto qizlarini tirik ko'madigan holatda shunday vahshiylashib ketgan. Bunda bir qaloqlashib ketgan millatning o'zini to'g'ri bir yerga, to'g'ri yo'lga chiqarish uchun Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning o'zini payg'ambar qilgan, uning Qur'oni Karim tushirgan. Ammo u yerda seniki diniga men qarshi. Zot sen mush Qur'on kirmasan, seni bilmay olda ishbirlik qilmayman. Dish orqali u hech qanday bir ishni bitirolmaydiganligini Alloh taolo bilatdi. Uning uchun payg'ambar alayhissalom har odamlik dini o'ziga degan prinsipni o'tirib qo'ydi. Qo'ygandan keyin nima ish qildi desa, davomli u yerdagi bir nuqta bor. Biz yaxshi bilib olgan bir nuqta. U nima degan vaqtda biz bütün insonlar bilan o'zi o'rtaq birlikda o'timiz, bizniki eng yaxshi qilgan ishimiz shu birlikning ichida yaxshi ishda aktiv bo'lamiz. Tushundingmi ya? To'g'ri gap qilamiz, to'g'ri muomala qilamiz, kishilarga yaxshi o'zi nim qilamiz, yaxshilik qilamiz. Ya'ni Qur'oni Karimni hayotimizda yashab, ularga ashunday o'zi Qur'oni Karimniki amaliyatning o'zini biz ko'rsatamiz. Ko'rsatgan vaqtida, ular qanday qildi degan vaqtida, buni o'zini o'tgan darsda dedik-ku, balki muallif qulub deb. Muallif qulub deganni ba'zanlar chiroyli gap bilan bo'ladi. Ba'zanlar 2-4 tanga o'zi pul yurish bilan bo'ladi. Ba'zanlar uniga moddiy jihatdan yordam qilish, ba'zanlar o'zi o'zimizni kuch bilan yordam qilish, ba'zanlarga chiroyli muomala qilish o'xshash, shunday har xil sabab bilan bo'ladigan narsa bu. Bütün shu boshqalarni islomga o'zi jalb qilish uchun biz qanday qilamiz degan vaqtda qo'limizda kelgan Qur'oni Karim buyurgan bütün yaxshi ishni qilamiz, yomon ishni jiroq turamiz. Ya'ni Qur'oni Karimdagi yusari'una fil xayrat degan o'zi oyati ashni oldida nurg'ulgan oyatlar bor. U nima degan bo'ldi desa, u musulmon bo'lgandan keyin u yerda boshqa millatlarning oldida o'ziniki haqiqiy bir musulmon ekanligini namoyon qilib, o'z yaxshi ishda baslashib turib, shunday yaxshi ishlarni qiladi. Bu odam yaxshilik qilavergandan keyin, yolg'on gap qilmagandan keyin, aldamagandan keyin, bir odamning g'aybatini qilmagandan keyin, men yordam qildi, yordam qilib turgandan keyin boshqa odam nima deydi u odamni? Yaxshi odam deydi. Yaxshi odam deydi. To'g'ri odamki bu deydi. Shuning bilan u odam gap qilsa, gap o'tadigan bo'ldi, shundaqmi yoki? Bundaq orqali islomni qabul qildirish bu yerdagi narsa. Bir odam bunday bir tal xatoni qilib qo'ysa, darhol lekin u xatoni ko'ziga tiqib, "Kesh nima ma'no qilsa, sen degan kofir ekansan, sen degan murji ekansan" deb uni ko'ziga kirib olish, u odam texmbek kofirlik qilgan narsa deganga. Shuning uchun u payg'ambar alayhisalom Madina ahli namozni tuzgan vaqtida Madinadagi birinchi uyni o'rinlashtirish, u yerda kelgan sahobalarni o'rinlashtirish. Ikkinchidan u yerda bir jamoatni paydo qilib, jamoatning ichida o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan bu shaklda ishni to'g'ri qilish, to'g'ri qilgandan keyin boshqa odam xato qilgan bo'lsa, to'g'ri qilgan odam qilgan ishi amaliyot o'zi ilgirlab mangandan keyin, shuni bilan o'zi asta bu to'g'ri ish qilgan odamga, bu odam deyotgan gap to'g'ri, amaliyot uyg'un deyish orqali nima qilgan gap, islomni qabul qilgan gap. Shu Qur'oni Karim nima deydi desa, va in kunta fazzan nima? Qalbin qattiq, ya'ni yurgin qattiq, boshqalar qo'pol muomala qilgan bo'lsang, ular albatta sening atrofingdan yiroqlashib ketgan bo'ladi. Sen Alloh taoloniki mushu nemis bilan qattiq o'zing qo'pol bo'lgan bo'lsang, qo'pol bo'lgan bo'lsang, insonlar atrofingdan yiroqlashib ketgan bo'ladi. Sen o'zi noyat uning muloyimlik bilan muomala qilgan bo'lg'achqa, nurg'un insonlar sening atrofingda bo'ldi deb payg'ambar alayhisolamning go'zal axloqining o'zini u yerda Alloh taolo ashtar deydi. O go'zal axloq nereden keldi shu vaqtda? Payg'ambar alayhisolam o'zini go'zal axloq qilmadi? Alloh taolo Qur'oni Karimda o'rgatgan axloqni o'ziga yerlashtirgan payg'ambar alayhisolam. To'g'rimi yoki? Yolg'on gap qilma degan bo'lsa, yolg'on gap qilmagan, har ish tirishqin degan bo'lsa, tirishqan, boshqalarni dashlam qilma degan bo'lsa, dashlam qilmagan misol. O nebuvat kelishdi ilgirmi emin deb nom olganligi, boshqa sifatlardan sifatlanganligi haqidagi bayonlar-chu.
u vaqtdagisi amin bo'lgan bo'lsa-mu, u davrdagisi bizning xabarimiz yo'q, ammo Qur'oni Karimda va vajadaka dallan fahada degan oyat bor. Qasurda o va duhama va vajadaka dallan fahada. Degan bo'ldi bu. Sen xato yo'l deding, sen Alloh taolo to'g'ri yo'lga yetakladi deydi. Shundaymi yoki? Sen burun tatib to'g'ri yo'lda menib ketgan bir odamding. Alloh taolo ma hidoyatni berdi, sen aslida hidoyatni sen ijod qil degan gap emas u. Sen xato yo'l deding, Alloh taolo seni to'g'ri yo'lga yetakladi deydi. Agar payg'ambar alayhisalom xato yo'lda bo'lmasa, nima qildi Alloh taolo u yerda yolg'on gap qildi Alloh taolo? Uning uchun bu yerlik narsa nima desa, payg'ambar alayhisalom burun tatib to'g'ri ishni qilib kelgan, to'g'ri narsaga e'tiqod qilib kelgan degan so'zning o'zi xato degan gap. Alloh taoloning so'z oyatning mazmuniga asosan degan gap. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın izlengüçi, g'ar berip şeyde o'ylanib, bu bo'layotgan cemiyetine ıslah qilinish kadar izdinish şekilde etkizgen yalğız geçmişleri var mı? Bu nima özünün siret nimelerden anlayımız da hem de. Kur'an'daki haberden hazır zaten Kur'an'daki nimeleri okusak biz fakat onu her bir ibadet, her bir sevap alımız diyen şekilde eğminip okup ketiplam cıkbek düşünüp ketmep doğak. Şu an bek dikkat kılmaptık yani bundakin dikkat okuyumuz da. Ama burun kallımız kaçınılıp kalgan düşünçlilerden adır sol taşınıp koladı da. Aslındaki temiga solun özü kaçsa aslındaki birlik Kur'an-ı Kerim'de tavsiye kılınan asas kılışka tavsiye kılınan birlik milli birlik ideya dile. Lekin peygamber ben bunun asasen Kureyşler öz vaxtında Peygamber Aleyhisselam la ilahe illallah'ın ilip kelişten ilgiri ular 360 bütünlen bir birlik kurgan da hem de. Kabe'nin otursun şu cehaletin üstü bir birlik kurgan hem de. Ondaqda milli birlik uçardı mı tapardı obdan boğu ite ondan. Yaxşı sual oldu. Bunda sualni qo'yish kerak. Endi bu yerdagi milliy birlik bor. Lekin u milliy birlik millatni vayron qiladigan yapmasa, u milliy birlik buzilishga mahkum. Tushundingmi ya? Ondaqda g'albiningki Mesela 360 bütününki elbette şişirdi o bütü kala kadar nurgun ziddiyetli fikirler, düşünceler var da hem de aşkıma kokak silip yağmur tilsen anından, otun tilsen mağından tiler deyip aşında sarang oynarken işleyecek hem de. Hem de aşağıda aslında adalet mi yok onun üstüge? Biz kelgen haberden bilişimizce. Şuna cemiyet ıslah kılınış değişti cemiyet oğulluq için makbul deyişke doğru kelse eğer. Yani bu çağda biz bayatını oturup koyatkan Kur'an fakatla milli birlikine, milli menfaatine asas kılan birlikine asas kıldı. Yani milletinin birlikine asas kıldı desek, milli birlikine asas kıldı desek biraz müşakkelgen biraz tutkuzamadım hemen. Kallamdım mesela. Bu halkı ben o nemede, ben hazırki nemenin özde ben bayatın biraz dairesini kengeyttim. Milli birlik ama bizniki ma'yadagi so'zga toza tushib ketmaydi. Bu yerda xalq degan bir kelima ishlatildi aslida-chi. Undaqda shu bir rayon bugungi shu davlat kimligi deydi yoki bir rayon xarakterli kimlik kim bu undaqda. Bu bayatni deganim shu. Masalan, Sharq Turkistonni misol oldim-ku. Sharq Turkistonning ichida tarixdan buyon yashayotgan uzun muddatdan bersa, o'sha yerda birga yashab kelgan nurg'un millatlar bor misol. Uyg'urlar bilan birga, shundaqmi ya? Xo'sh. Xitoydan boshqa zodi. Xitoydan boshqa nurg'un millatlar bor. O'sha millatlar hammasi o'rtaq bir gavdaga aylanadigan bir yo'lni tepishimiz lozim biz. Degan gap. Xuddi payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgan vaqtda Yahudlar, Arablar, Xristianlar, uning ichida boshqa xalqi dediklar borki, İranning ta'siri bilan ateşperest nimaga Zardoshga e'tiqod qilgan odamlar biroz bor ekan shu vaqtning o'zida. Demakki, ashnaga hech nurg'un o'zi ushaq ham bular 8-10 yoki 40 lik odam bo'lgan bilan, u cho'ng-cho'nglar Yahudlar shu vaqtda mushriklar, musulmonlar.
üç dinnin asas üç dönemde Hristiyanlığın biraz aşı halkı Salman Paris degan adamның özü aslında Hristiyan bolgan adam. İslamni qabul qilishdan burun, u asli Zardosh burunqisi. Onun Zardoshni tashlab, undan keyin Hristiyan bo'lib, undan keyin Yahudi bo'lmoqchi bo'lib, ayndaq turayotgan vaqtida, keyin payg'ambar alayhisalom bilan uchrashib qolib, islom dinini nim qildi. Ammo shu jarayonida u bir to'g'ri yo'lni izlayotgan nurg'un odamlar bo'lgan. Bidem ip qo'ysalar, shu gapni o'ttirib buzib qo'ymaydi. Yazsın o bir sözlerin nesi olsa. Oşundaq bir doğru yolunu izleyen nurgun adamlar bolgan. Şunun içindeki birisi Peygamber Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam g'ariraga kirib, şu yerda o'zi etikapda o'ltirib, şu yerda o'zi qandaq qilsak, shu millatni bir to'g'ri yo'lga yeteklab qilamiz degan o'yindaq bir o'yda qilgan. Keyin Alloh taolo vahiy tushgandan keyin Peygamber Aleyhisselam şu vahiy orqali insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklagan. Demek ki nima degan vaqtda bu yerdagi birinchi nuqta bütün insaniyatni yoki bütün o'zi jamiyatni, yani Uyg'urlarni yoki Sharq Turkistondagi jamiyatning hammasini o'zimizga dushman qilib olish xato degan gap. Buning uchun uni birlashilgan yer nerede? Unda desek yana Quraysh bilan Payg'ambar alayhisolamning orasidagi jiddiy kallam kelib oldi meni. O kilometre bütün hemmimiz qarshi qopdi hamda. Ahırsını desek ne qilmaydi. Hammasini bir yak akagandan keyin bu dini sahadagi insonlar qanaqa qildi degan vaqtda xuddi Payg'ambar alayhisalom va Payg'ambar alayhisalomning atrofidagi sahobalarning o'zi shu vaqtda yaxshi ishda aktiv bo'lganga o'xshash, musulmonlar yaxshi ishda aktiv bo'lish kerak. Tushundingmi ya? Bu vaqtda biz Allah Teala'nınki yana qul ya ayyuhal kafirun la ma ta'budun degan lakum dinukum valiyadin axir xulası aşının o'ziga ham amal qilgan bo'lamiz, ham boshqalarni yaxshi qilib bo'rib, yomonlikni to's degan buyruqqa ham amal qilgan bo'lamiz degan gap. Shuning uchun Qur'oni Karim mayli Musa Aleyhisselam zamanı olsun, mayli Süleyman Aleyhisselam mesela devlet kurgan adamlardan Davut Aleyhisselam deyimiz aşılarını kima fezheb ente ve rabbuke fekatila inna hauna qaidun degan milletini ki 5 adamlık aşu. Sen Rabbine berip uruş qilib biz mayli o'ltirib turul degan millet qanday millet bu vaqtda? İslamni qabul qilgan milletmi yoki? Ama şu çağda Harun Aleyhisselam'a amanet qo'yib Turat'a ketgan chaqda ikki bo'linib ketganligini dedim. Bu inna hauna qaidun deb Talutning zamonasidagi gap bu. Daryodan o'tgan vaqtda nurg'unlar suvni jiqib o'lib, undan keyin biz sen berib urush qilib kel, biz Parvardigorimiz sen berib urush qilib kel, biz mayli o'ltirib turaylik degan insonlar misol. Demek ki bu nima bo'ldi degan vaqtda bu yerdagi narsa Musa Aleyhisselamdan bo'lgan, Payg'ambar Aleyhisselam cho'lisi Payg'ambar Aleyhisselamdan bo'lgan. Bu masalan Makkada 9-yili Hajjul Vido yilisi shu yerda haj qaytgan vaqtida Hunayn urushi degan bir urush bo'ldi. Urush bo'lgandan keyin u Hunayn urushining o'zini Madinaga kelgan 10 ming Müslümanlar birge şu urushni qilmoqchi turgan vaqtda Abu Sufyan boshchiligida 2000 odam qo'shilib 12000 odam nima keladi? Hunayn degan yerga urushga keladi. Shundaqmi yoki? Urushga kelgandan keyin bu yerda bir o'zi dushmanniki bo'ktirma askarlari hujum qilgan vaqtida sahobalar askarlar hammasi taraf qashqil turgandan keyin Abu Sufyan og'zini qanday yeb chiqdi shu vaqtida? Kızıl Dengiz'e qo'qilindi bular degan gap chiqdi shu yerda. Tushundingmi ya? Bular Kızıl Dengiz'e qo'qilindi deydi. Payg'ambar alayhisalom oqisdan 2000 odam beshub kelgan odamniki deyotgan gap bu. O Abu Sufyan boshliq o odamni faqat taslim bo'lgan odamlar. Payg'ambar alayhisalom shu yerda shu Makkadagi shu Umayya sulolasi jamoatlik nurg'unlarning o'zini maoshga bog'laydi.
bu maaşının özü Ebu Bekir'in zamanında verildi, Umar'ın zamanında biraz verilip, bir eski yıl onu dekin onu emelde kaldırıldı. Ne için? Şu maaşı bağlaydı, muallif kulup bunun özü. Şu maaşının özü muallif kulup, aşılarının özüne İslam'a mail kılış için maaş verildi. En ahırda Umar, sizlere maaş vergen bilen bir kubul kılmayla adam gelsizler hep maaşını kesip vardı. Bu yerdeki birlik kandak birlik şu vaxtıda Peygamber Aleyhisselam hatta ki bu İslam'da teslim bolgan ama haqiqiy bir iman etip Müslüman bolmagan holatdagi insonlarni biz sizlar birga düşman qarshi urush qilamiz degan vaqtda ularni rad qilib bo'ldi siz to'liq musulmon bo'lgan odam emas deb ishtirayotgan ish yo'q degan gap. Shuning uchun biz qanday qilamiz endi? Bizniki ishimiz kelajak degan vaqtda bizning vatanimizda har qanday bir dinga e'tiqod qilgan odam bo'lishidan qat'iy nazar, shu vatanni ozod qilish yo'lida birlik sapga kirdigan shu bo'lsa, bir shu ozod qilish jamoatining ichiga deydi, mana kurash qilish sepiga kirsalar, ularning o'zini sen qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, u odam qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, uni rad qilishga bo'lmaydi degan gap. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, xalq, millat desak, ta'rif qiladigan xalq birligi, yani Sharqi Turkiston xalqining birligini qo'lga keltirish kerak degan gap. Buni Alloh taolo yo'l qo'ygan ish bu. Yani bu bir qancha payg'ambarniki zamonida bo'lgan ishlar, masalan, Musa alayhisalom zamonida, Sulaymon alayhisalom zamonida, Sulaymon alayhisalomniki zamonida balki Bilqis degan bir xotinniki podsho ayolga, shu ayolniki nemisining o'zini davlatni ishg'ol qiladi-ku. Shu ayolni tek o'zi islomni qabul qilmagan, atrof nima qo'l ostidagi odamni butqa cho'qindiganmi, shunday bir yoki osmon jismini cho'qindiganmi, shunday bir odamligi shularning o'zining territoriyasiga qo'shgan, faqat u yerda Alloh taolo buyurgan narsa nima desa, adolatni buyurgan, barobarlikni buyurgan. Hamma inson shu yerda barobar, qo'l ostidagi hamma inson barobar insonlikda, hamma odamga hukm qilgan vaqtda har qanday adolatdan hukm qilsa. Deb mush ikkita shartni qo'shgan, uni qo'shgandan keyin asta-asta u insonlardan keyin o'zi musulmon bo'lgan gap. Yani bir kunlik qilish oxirida keyin musulmon bo'lasiz bo'lmasa. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir territoriyada yaşayan insanlarga qo'yilgan yana bir shart nima degan vaqtda, yana bir shart boshqa millat olsun, boshqa dindagi insonlar olsun, bir-biriga kamsitmaslik, bir-birini ayıplamaslik, bir-biriga haqorat qilmaslik. Buning o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurdi. Yani buningda Sura Hujuratniki 9-oyatdan 12-oyatgacha Muşnada Estağfirullah ya eyyühellezine amenu la yaskhar kavmun min kavmin asa yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa yekunna hayran minhunna ve la telmizu anfusakum ve la tenabezu bil alqab bi isel ismul fusuqu ba'del iman ve men lem yetub fe ulaikumuz zalimun. Muşu birinci özü cümlenin özüdüllah bir millet, ikinci bir milletni. La yaskar kavmun min kavmin degenin özü bir millet, ikinci bir milletin özünü meskar kılışkı olmaydı. Belki meskar kılınan millet, meskar kılan milletin yaxşı oluşu mümkün. Allah Teala bunu devardı. Ayallahını meskar kılışkı olmaydı. Belki meskar kılınan ayallah, meskar kılan ayallahın yaxşı oluşu mümkün. Vela telmizu enfusekum. Öz nefsanının özüne. Manın özde. O halkı insanga özünün nefsi, yani halkı buna siz vakit ne deyimiz? İnsanın hemisi bir go. Onda olganda keyin siz özünün nefsini anda eyiplemanglar deydi Allah Taala. Wala tanavazu bil alqab. Laqab qo'ymanglar uningga.
Yani bir-birini laqam qo'yib yoki bir millat ikkinchi bir millatga laqam qo'yib bundaq qilmanglar deydi. Bisal ismul fusuqi ba'dal iymon. Iymon keltirgandan keyin bundaq yomon laqamlarni qo'yish bu nihoyat yomon ish. Va man lam yatub fa ulaykumul zolimun. Mushundaq ishni qilgandan keyin, masxar qilgandan keyin yoki amdaqki mamandaqki deb uningga yomon laqab qo'yib yoki uni ayblab qilgandan keyin u odam tövbe qilmasa, u qarshi tarafga zulm qilgan odamlar bo'ladi, deydi Alloh taolo. Shuning uchun bir territoriyada yashayotgan insonlar, zaten insonlar to'pliq dunyodagi butun insonlar bir-birini ayplash yoki birisi yana birining o'zini to'van ko'rish, birisi yana birisini ustun ko'rish, bundaq narsaniki mavjud bo'lishiga Alloh taolo yo'l qo'ymoqlik. Bundaq qilish xato deydi. Chunki nima qarasa, hammasi inson, hammasini Alloh taolo yaratgan. Düşmanlık ayrım narsa. Ama bu yerdeki narsa nima bo'lsa, sizlar o'zaro bir-biringizni bundaq qilsangiz bo'lmaydi. İnson turlig'ini deydi Alloh taolo. İkinci cümlesinin özde ya eyyuhellezine amenu ijtenibu kesiren minez-zanni inne ba'da-zanni ismun. Vela tecessesu vela yagtab ba'dukum ba'zan ayyuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Vettakullaha innallaha tevvabur rahim. Bu ayetin özde mi? Ey müminler sizler başkalardan köp guman kıldığı açtığını jirak durun. Demiş kalsa gumanın ba'zisi özü inne ba'da zanni ismun. Bazı guman günahdır. Bir adamdan yaxshi guman qilsan qilmayli. Ya davomli o adamdan yomon guman qilsan, bu o'zi gunoh bir ish degan gap. Boshqa odamlarga o gumonini, men mana bunday gumonlanyapman desang, bu vaqtda agar o odam undoq bo'lmasa, o gunoh ish degan bo'lsa degan bo'ldi. Wala tajassasu wala yaqta ba'zukum ba'zan. Oraliqda josuslik qilmanglar. Ya'ni gap to'shib, bundoq qilmanglar. Bir-biringizni g'aybatni qilmanglar. Bir-biringizni yana bir o'zining do'stini, qarindoshiniki go'shin yeyishni yomon ko'ramdi deydi Alloh taolo. Yomon ko'rsang'o deydi. Uning uchun sizlar bir-biringizni g'aybatni qilmanglar. Bir-biringizni g'aybatni qilish, bir-biringizni oraliqda gap to'shish, yomon gumon qilish nima degan bo'ldi desa, qarindoshiniki go'shni yegan bilan o'xshash gunoh degan gap bo'ldi. Bunda xatolikdan saqlaninglar. Alloh taolo tövbeni qabul qiluvchi mehribondir deydi. Yani bir şart, yani bir rayonda, bir territoriyada yaşayotgan yoki bo'lmay dunyoda yaşayotgan insonlar cho'ngroq tarafni aytgan vaqtda Alloh taoloning insonlar qo'ygan yana bir shart nima desa, ma o Sura An'amning 106-oyatining 108-oyatigachilik. İttabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illahu ve a'rid anil müşrikin. Velev şa'allahu ma eşreku ve ma cealnake aleyhim hafiza ve ma ente aleyhim bivekil. Bu ağırlık ma bu nemiken? Ma boyap koygunun özü. Ve la tesubbullezine yed'une min dunillahi fe yesubbullaha aden bi gayri ilmi. Kezalike zeyyenna li kulli ummetin amelehum. Bu ayet ne deydi dese, sizler başka insanlarınki mabutlarını, yani o başka butku çokunduğun, ya olmaydı Hristiyanlar mesela İsa Aleyhisselam'ın söğretine çaplap koyup kıldığı işleri var, Meryem'deki söğretlerini çaplap koyduğu işleri var, şuna çokunduğun işleri var. Bunda çokunuvatkan mukaddesatları deyimiz onu, ondak nersinin özünü deşnam kılmalı. Ya ma butonun kolunu neyim keldi var, goy. Dep, onundaki İsa'nın özünü bir neyme o? Sen aşına kılıp çokunamsa, digendek onunki çokunuvatkan nersizligi hakaret kılıp bunu deşnam kılmalı deydi. Eğer deşnam kılsan neyim boladı dese, ulamı Allah'ı deşnam kılıdı, sizlerge düşmanlık kılışıyorsun, bilmegenlik sebebini. Neymi devatkalığını bilmezsin, açık kelgendeki o adamın özü andaki senin dinine hücum kılıdı diyen gap. O senin dinine hücum kılığını Allah hücum kılığını böyle okşaş olduğuna gap koyardı. Onun için bunun özüge sizler dikkat kılışanlar gerek deydi Allah Teala. Bunda kişi kılmalı deydi. Bu yerdeki en çok özü noktalar neymi diye vakti bir territoriyada yaşayotgan insonlar
birga yashash, barabar yashash, adolat ostida yashash, birga yashash, barabar yashash, buniki kafolati nima? Adolat, shundaqmi yoki? Adolat u birlikni va barabarlikni kafolatga ega qiladigan narsa. Buniki shart nima degan vaqtda? Sharti atrofidagi boshqa odamniki e'tiqodiga, mazhabiga yoki milletiga haqorat qilmaslik lozim degan gap. Uni to'van hisoblamaslik lozim. Biz mushtir turib yashayapmiz, hammamiz bir insonlar degan qatorda muomala qilishi, shunday qilish orqali birlikni saqlab turish lozim degan gap. Birlikni saqlamasning nima bo'lishi vaqtida degan vaqtida birlikni saqlamasa, u yerda o'zi u yerda dinni o'rgatmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, dinni o'rgatmaydi. Nima uchun degan vaqtda u yerda advan, adovat paydo bo'ladi, dushmanlik paydo bo'ladi. Dushmanlik paydo bo'lgandan keyin o'zaro suqish paydo bo'ladi. U qarshi taraf qancha chiroyli gap qilayotgan bo'lsa-mu, to'g'ri gap qilayotgan bo'lsa-mu, u odam kallasida bir dushmanlik bo'lgandan keyin uning gapini qabul qilmaydi odatda. Uning uchun bu yerdagi haqiqatni insonlar anglitma degan odamda sabr bo'lish kerak. U yerda doirni kallasida o'zi insonlarni hammasini o'rtaq bir o'zi tushuna oladigan bir iqtidor bo'lish kerak. Boshqalarni haqorat qilmaydigan bunda bir o'zi bir fikr yoki bo'lmaydi, bir o'zi bilim yetilish kerak degan gap. Bu narsa hozirgi mush deyotgan masalan diniy e'tiqod, har xil diniy e'tiqodlar bir rayonda yashayotgan insonlar orasida har xil diniy e'tiqod va har xil mazhab va har xil millatning o'zini shu yerda ko'chlab, shu yarni qanotgan vaqtida nima bo'ldi degan vaqtda u diniy nima birlik buzildi degan gap bo'ldi Alloh taolo. Bu din nima birlik buzilgan vaqtida bu yerda birlik buzilgan nima bo'ldi? Azap paydo bo'ldi. Mushaning o'zida wala takunu kalladin tafarraqu vaqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat degan mushu oyatning o'zi nima desa, bayinat degan Alloh taoloning ash yo'l yo'rig'i. Ya'ni Qur'oni Karim hozirgi vaqtida kelgandan keyinmi siz ixtilof paydo qilib, o'xshamaydigan fikr paydo qilib, u yerda o'xshamaydigan tafriqchilikni paydo qilish orqali tafriqchilikni paydo qilsanglar, nima bo'ladi degan vaqtda ulayk lahum azabun azim. Bunda qadamning cho'ng azob bo'ladi. Qiyomat kunida emas, mushu dunyoda masalan ishki urush bo'lgandan keyin nima bo'ladi deydi? Birisini o'tirdigan gap, birisini o'zi haqorat qilish oyda qilib qoladi. Birisini o'tirib, uningdan keyin o'zi u yerda qon oqadigan ishlar bo'ladi. Shuningdek u dinning o'zinimi hech qanday narsani u yerda yoyqilib bo'lmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi eng birinchi omil nima degan vaqtda haqiqatni kishilarga yetkazish uchun u kishilarga chiroyli muomala qilish lozim. Sen minik o'xshash biz. Sen bizada odammi, men bir odam. Biz o'xshash bir insonlar. Hammamiz o'xshash Sharqiy Turkistondan deb u hammamiz bir o'zi ittifoq, o'zi bir odamning bolalardek shunday o'zi yaxshi ittifoq bo'lgan vaqtda uniki bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, chiroylicha do'stim meni o'zi mandaq deb to'g'ri narsani o'zi uni anglatgandan keyin u odam uni qabul qila oladi. Ammo u yerda hozir dushmanlikni paydo qilish orqali biz o haqiqatni hech qachon yetkaza olmaymiz degan gap. Yani yuqorqi oyatning umumiy mazmuniga asosan bizniki birligimizniki kapolati o'sha har sohadagi kishilar masalan har soat o'qigan shunday ziyolilarimiz bor. Bular o'rtaq kuch chiqarishi, ya'ni har kimning e'tiqodi ko'z qarashi o'ziniki shaxsiy ish qatorida muomala qilinishi lozim. Vatanning ishi boya deganga o'xshash kuch birlikda, shunaqmi? Kuch birlikda ish o'mlikda deb. Kuch birlikda ish o'mlikda. Biz agar birlashmasak, kuchimiz bo'lmaydi. Kuchimiz bo'lmasa, ish qila olmaymiz. Buning uchun biz ish qilamiz deydigan bo'lsak, shu birlikni
amalga oshirish lozim. Birlikni amalga oshirish uchun uşaq yarının o'zini biz tatlamasligimiz lozim. Ammo har qanday narsani biz o'tirib qo'yish kelsa ilmiy asosda. Uniki dalil isbot bo'lish kerak. Agar dinda so'zlagan odam bo'lsa, dinda uniki dalil isbot bo'lish kerak. Dinning asosi Qur'oni Karimdan uning dalil isbot bo'lish kerak. Men boy deganimga o'xshash, men mushu 1 soatlik yoki 1,5 soatlik mushu o'zi programmaga bo'ladi mushu qilayli deb qo'yibman-da. Shuning uchun men bir kun ishlamayman mushu yerda. Ishlamay, mushuning men nurg'unlig'an kitob ko'raman, nurg'unlig'an Qur'ondagi oyatlarni ko'rib, shuning o'zi umumiy bir mazmunning o'zini xulosalab, mushundaq ekan degan endi ayndaq narsa kallamda bo'lgan bo'lsa, uni texnik mukammallashtirib, undan keyin bu yerga o'tirib chiqishga tayyorlik qilaman. Chunki nima uchun degan vaqtda men dinni so'zlayotgan odam. Dinni so'zlagan Alloh taolaning kitobini so'zlagan bo'lamiz. Alloh taolaning kitobini so'zlagan vaqtda buni xato ketish bu bir jinoyat hisoblanadigan gap. Millatga bir xato narsani qilgan gap. Uning uchun bu yerda biz oramizdagi mazhabbozlik, dinchilik yoki bo'lmaydi, bizda yurtvozlik deymiz. Shunga o'xshash narsalarniki bizniki milliy yoki territoriyadagi xalq birligimiz deylik, mana mayaniki nima so'zlayotgan vaqtida o'sha xalqimizniki birlikka ziyon soladigan holatga chiqib qolsa bu bo'lmaydi degan gap. Bu Alloh taoloniki ko'rsatmasiga xilof. Biz bu orqali hech qanday foydalanmaymiz. Agar keyin Alloh taolo Alloh biladi, oldimizda agar tumutazan so'rab o'zi bir ish qilgan shunday bir zaman kelib qolsa, har qanday sohadagi, xos dinda bo'lsin, xos mazhabda bo'lsin, ash sap kirib, ash vatan ozod qilaman desa, ozod qilgan qo'shilsalar, uniki boshqa ishini surishti qilishga hech qanday haqqimiz yo'q. Faqat chiroyli gap qilish, chiroyli nasihat qilishga haqqimiz bor. Boshqa hech qanday haqqimiz yo'q bizniki. Shuning uchun shu sohada yaxshi o'ylashimiz lozim. Bayatın soğan sualımda men yana qayta o'ylandim. Bunun da bu bugünkü tema birlik degan so'z nimada degan so'z keladi ekanda. Hozir bugünkü temada bir davlat qurish uchun, bir rayonda birga yashash uchun yoki bir davlat fuqarosi bo'lib, yoki bir zavodi birga ishlash uchun, yoki ma'lum bir manfaatni qo'lga keltirish uchun shakldagi mandaq birlikkan bu. Peygamber Aleyhisselam'ınki misalını ekilip uzunlap kallam kep kaptı da aslında Peygamber Aleyhisselam'ın özünün sahabeleri bilen ilip bağın ilahi aldığı elip çıkış. Bunu hakikaten yortuş birlik iken o. Tamam. Bu da ben müşrikler unuttum ben. O başta ikisini karıştırıp oldum ben de. Ya bu to'g'ri aslında aytayotganlari to'g'ri. Bu nima degan vaqtida bu yer masalan hozir men Angliyada yashayapman. Angliyada men o'ylaymanki dunyodagi butun millat bor desak bo'ldi bu yerda. Butun dunyo 170 millat bor dedim bu halqa jangir bir davlat bo'lgandan keyin dunyo nurg'ayan bes bo'lgandan keyin shu yerdan urlashib qolgan anda odam halqa biz esimizga ololmaydigan millatlar bor ekanda bu. Hem de o'zi bizniki esimizga hayotimizda bir kip bakmagan, mushundaq din bor deb o'ylab bakmagan dindagi insonlar bor ham. Hem de u yer nima desa, xuddi Payg'ambar alayhisalom zamonasiga o'xshash. Misolda Payg'ambar alayhisalom boshchiligidagi musulmonlar bir musulmonlar jamoat shakllantirib, ular o'zining jamoati bilan yashaydi. Shundaymi yoki? Yashagani? Shunday qilmayman. Shunday bo'ldi. Lekin qarshi tarafchi atrofdagi mushrik yoki shu yahudining o'zini kunda zoda qilishni ko'tarib yurmay o'tirib yurganmi yoki ular bilan oldivada qilib shu yerda birga yashaganmi? Ya shu bizning vatanlik vaqtlarimizda diniy jihatdan taqvolashib kafir dunyoda ikkala millat va musulmon deganning millati zemini rayon shaklini solmaydigan o'sha fikrlarning ichidan chiqib bo'lmagan vaqtimizda unda qanday bu kapırını bütün heydep çıkarıp özümüzden toplumdan başka bir yan atıdığı açmıyor. Ajda türlü suallar kiletişe kalırlar. Evet, doğru. Ya cık aslı halk kılınmaydıgan nurgun
ağırlıp yaşayamayız zaten. Amal yok. O mümkün emas. Xuddi qon bilan yiring bir yerden, sütüden mayak bir yerde yaşaganda geçerliginde edim. Doğru. Mesela men uyumni misal qilayım. Mush uyning o'zida materpimde Yahudi turdi. Materpimde Hristiyan turdi. Tushundingmi ya? Tam qo'shnalarim. Men o 100 metr mansam Yahudilar mahallasi bo'lmaydi. Yani ayda 5 kilometre mansam cami var. Camiye bir 200 metre kelamkememdi. Hristiyanlıkı çirkavsi var. Onun yakın bir yerinin özde tapınak deydikken Yahudilar özneki ibadatxonasini. O var. Bu yerdeki nesne modası her bir dindeki insanlar bir cemaat olup özünün cemaatiyle yaşaş hakkı diyen gibi. Ama karşı taraf yeni bir cemaatke zarar vermezlik şart öyle. Bir. İkinci birisi karşı taraftaki mesela bir Yahudi ya Hristiyanlar özün cemaatiyle yaşavatkan bolsa bana muamele kılmakta insanlar için muamele kılış. Şart öyle yani. Ben bu Müslüman cemaatiyle yaşayayım Uygurlarla birlikte yaşayayım onundaki mavi Pakistanlı Türklerdeki camilerine barım mesela men ularga berish bilan birga bu yerdagi boshqa dindikilarga zarar versem bo'lmaydi. Ularga insonlik nuqtasidan men bir insoniy muomala qilib, ularga yaxshi chiroyli muomala qilib o'taman misol. Masalan, o'tganda dedikmi salom to'g'riliq bir ozroq gap chiqib qolgan-ku. Aytganligi qopsaq biz haydab bo'g'ishlik ma'u qo'shnilarimiz haydab bo'ldi bizga. İştikan bu. Sen o'zi qandaq ahvoling, qandaq mandaq deb ashunaq o'zi ahvol so'raydi. Menga vaqt qo'ysa Yahud tutsang, sen Hristiyan tutsang deb qo'ng'ib tepamdi-ku-ne? Payg'ambar alayhisalom qilmagan. Payg'ambar alayhisalomning qo'shnisi Yahudi edi. Yahudiga o'zi tamoq uzatdi degan gaplar bor-ku. Payg'ambar alayhisalom hattoki Timur chaponning o'zi Yahudilardan oriyatga ep turgan degan bormi yo'qmi? Yo'q, o'lib ketgan chog'da bu nimasi Yahudiga omonat qo'yguliqdi deb. Aşı zirchapanni ep kiyish uchun bir narsa nima andaq nima deydik uni? O'tna. O'tnab turgan. Demak, bu yerdagi narsa nima bo'lsa, boshqa insonlar bilan insoncha yashaysa degan gap. O'zing jamoat bilan agar musulmonlar bilan nima qilgan vaqtda, musulmon jamoati bilan yashaysa, ama boshqa jamoatga qarshi kelgan chog'da qapog'ini turib ularga o'zi ular dushman tutib mundaq yashamaysa. Qur'oni Karimda sizlarga dushmanlik qilgan insonlarga siz dushmanlik qilmang degan oyat va maxsus. Bunun uchun biz nima desa, bizga dushmanlik qilgan bo'lsa, bu yerda haqqimizni bizga dushmanlik qilishlik barobarda uning o'zimiz javob qaytaramiz. Hozir vaqtning o'zida yoki hukumatga deymiz, ma bizga mandaq qilyapti deymiz, hukumat uni jazoni beradi. Bo'ldi degan gap. Misol. Ammo musulmon bo'lmagan insonning hammasini o'tirib o'tish degan gapning o'zi yo'q bu. Ammo nima musulmonlarga qo'yilgan bir talab bor Qur'oni Karimda. Bütün insonlar, ya'ni bütün dunyoning o'zida din Allah'ın bo'lgan qadar kurash qiling degan maxsus oyat bor. U nima desa, o kurash qiling degan bir kun, 2 kun emas, u bir cho'ng g'oya. Siz davomli dinning o'zini yana to'g'ri holatda bunday dinni kishilarga yetkazing amalning bericha insonlarni musulmon qilinglar degan gap. Musulmon bo'lsin, bo'lmaganini o'tirib tugitib o'ting degan unday gap yo'q bu yerda. Bunga kuchim yetmaydi insonlarning hozirgi vaqtida. Şuna bu yerdeki nesne mi diye vaqtda bizning oldimizda bunday ishlar bo'lishi mumkin. Bo'lgan vaqtda mesela hozirgi nimaning o'zida shariat davlat quramiz, islom davlat quramiz, demokratik davlat quramiz deyilgan, mesela vatanda qancha odam ketdi, kommunist davlat quramiz agar qurish kelib qolsa, shunday davlat qurish kerak deyilgan ideya kelib ketgan insonlar bo'lishi mumkin. Bu vaqt qanday degan vaqtda bu alqi insonlarniki o'rtaq bir nemisiga, orzusiga vakillik qiladigan bir narsa bo'lish kerak degan gap. Hamma odam o'zimizga dushman qiladigan bunda holat bo'lib qolsa, o biz qilgan ishimizni g'alab qila olmaymiz.
Biz siyasi faaliyetim uzun boldu, şunu katışıp kötqili. Hatta ki tümötezekne söylep жүрген vaqtlarımızın bolğan. Hem de şu aşının hemmasini nima dese, muşunda uşak temiretke qo'shay uşak aşında ağırlıklarını o'tirg'a chiqarish orqali şu işini buzib etgan ishlar bolğan. Biz vatanni ozod qilaylik birinchi, undan keyin asta bir tabliq qilib yurib, haqiqat to'g'rini anglitib yurib, musulmon qilib olamiz demasdan u yerda vatan millat desa bir zambil go'sh bo'lsa deb o'tirib, shu ishni buzib atgan insonlar bo'lgan shu vaqtda. Shunda. Bu bugungi temada birlashish yoki birlik sabtninki xarakteri va maqsad g'oyasi haqida to'xtalgan bo'ldik. Aslida tema shaxlab davlat qurishga berishi taqozo qilindi zaten. Chunki navbatdagi bizning shu g'amimizdan bilsin shu. Vazifamizdan birisi shu ekan zaten. Lekin uning o'tib ketsek hozir uzab ketib qolamiz yana. Shunga mushu milliy Qur'on Karimdagi birlikda asos qilgan narsaning aqida, e'tiqod bo'lmasdan maqsad qilgan manfaat deyishga bo'ladi shuna bo'lgan chog'da. Ben asasen şu ahırsı şu menfaatleri takıldı. Ne için diye vaqtda şu yerda mesela biz Şarkı Türkistan misal alaylı. Şu yerda Şarkı Türkistan'daki yerlik milletinin hemmisinin ortak bir menfaati olan müstakillik ve nime? Erkinlikten ibaret. Şundak mı ya ki? Hoş. Bu nersini kapalatga ega qilish. Mesela her adam o'xshash degan bir narsani kapalatga ega qilish degan gap hamdi bu yerki narsa. U vaqtda shu manfaat ko'rib taqishidi, erkinlik ko'rib taqishidi, barobarlik ko'rib taqishidi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi dunyoda insonlar hech bir zaman haqiqat ustida birlashganlik sohasida bir narsa yo'q. Hech bir yerda haqiqat ustida birlashgan undaq ish yo'q. Faqat manfaat ustida birlashadi. Onun uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda manfaatni asos qilgan vaqtda qanday qilish kerak deganda adolatni asos qilish kerak. Bu vaqtda adolatni asos qilgan vaqtda birinchi adolatni o'tirib qo'ygan vaqtda adolat barobarlikni kapolatga ega qilib degan gap. Shuni u yerda zulm yo'qaydi degan gap. Zulm adolatning qarshi narsa u. Puzzle oynagan bir nima bo'ladi ama bolalarda puzzle oynadim. O puzzlening murakkablashgan sira rang, shakl narsalar chiqilib ketgandan keyin ekilib bir yer salsak aşağınikidek tuyuldu ama qo'lashtirib kelsak emas chiqadi endi. Shunga o'xshash. Mana bu mazmun biroz cho'ng bo'lganlik uchun asla. Sal inchki yerlarga kelgan chog'da o'ngsol o'tib ketib qoldigan kallaga ashtab savollar keldi ekan. Belki şu münasebetlik bablarga kelgan chog'da oydinlashishi mumkin texmo. Lekin ben bugünkü dersde şunu his qildim. Burun biraz sizlarning boshqa yozmalardan biraz ko'rgan buni. Navbatda masalan bir avval bir zavodni deydi. Zavodda hozirga qadar o'xshamagan qavm, o'xshamagan millatlar bilan birga ishlaymiz. Hatto Xitoy bilan birga ishladik zavodda shunami? Vatandagi vaqtlarimizda. To'g'ri. Ama şu yerda butun maqsad nima bo'ladi? Siz zavodning taraqqiyoti bo'ladi. Yoki bir dükkan ishlagan bo'lsak, bir dükkandanki o'rtaq taraqqiyot bo'ladi. Dükkan taraqqiy qilsa, ish ro'naq tepib pul topa olsa, undan keyin bizga ma'shuralaydi-da xo'jayin. To'g'ri. Mo'shada hamda namozimiz o bu narsani o'zaro kelishimiz hamda o ibodat qilib oladi, yo tamoq ichib oladi, yo biz putimizni uzitib olamiz. Bu shunga o'xshash biz bilan kelishimiz hamda. Aslida Müslüman qarindoshlar bizish turib bizish qilsa va qilgan ishlarining maqsad g'oyasini ashunda qilishi parlaq yoki ulug'vor bir g'oya bo'lgan bo'lsa, gul usti gul alani ro'li kutadimda. Lekin bir jamiyatda abadan degandek o'tirdi bu odam musho yoq sen chiqib ket desa chiqarib etgan bo'lmaydi. Chunki u kasa dükkanning bir parchasi bor, masalan bir davlatning bir parchasi bor. Hozir qozoq, qirg'iz yoki boshqa xo'sh yaqin sayt deganga o'xshash. Hammalar shu Sharq Turkistonning bir xalqning bir xalqi bir parchasida bir qavmi o'xshamagan shaklda yerlarda yerlashgan yoki shu yerda zamonlarda yashab kelgan. Ya'ni chiqarib o'tolmaymiz. Sen o'zingning yerini kesib ekket,
yoki ko'tarkan unda shug'ul bo'lmaydigan bir birlik endi bu xudoyim chaqlab qo'ygan. Ayda onkin shuni hal qilishning yo'li diniy birlik bo'lish shart degan bo'lsa, asl degandek musulmon bo'lmasang o'lsan, yoki bo'lmasa meni o'tda. Yoki chiqib ketsa. Unda kelishi shart bo'ladi ekanda. Undaqda Payg'ambar alayhisalom Mekkani fath qildi dedik. Keyingi sahobalar boshqa yurtlarga qadar fath nimasini elib mangdi. Buni qanday tushunamiz albatta? Uni başta tushunamiz. Masalan, shu Rahiqul Maktum degan kitobda Payg'ambar alayhisalom Tabuk urushi demdi, shunday bir urushniki ismi bor. Ham uni nima qilmagan? Shu oxirgi yillari 30 ming askar bilan shu Tabuk degan yergachilik boradi-ku. Nati japa mushaqqatli bir urush bo'ldi bu. Shu yerga berib ham urush qilmaydi. Nurg'ul 30 ming odamni aqsiga agashtirib borgandan keyin Nurg'ul qabilaning o'zi o'zligidan bo'ldi, biz kelishim tuzaymiz deb kelishim tuzaydi. Ba'zanlari shu qabilaning ichidan bir qism odamni musulmon bo'ladi. Bir qismlari musulmon bo'lmay, yana shu Nurg'ullar asosan musulmon bo'lmay taslim bo'ladi. Mana bu vaqtda taslim bo'lib, bo'ldi biz sana bo'ysunamiz, sana biz bosh topshiramiz, bosh beramiz deydi. Payg'ambar alayhisalom ashning o'zini ma'qul deydi. Shu vaqtdagi, ya'ni Payg'ambar alayhisalom eng oxirgi shu vafot bo'lishining oldidagi qabila 50 necha qabilaga yetganlik sohasida shunday bir nimalar bor. Misalda shu 50 necha qabilaning ichida masalan 20 qabila musulmon degan taqdirda shu 20 qabilaniki tamoman hammasi musulmon bo'lib ketgan yeri yo'q yana. Bir qabilda 1000 odam bo'lgan bo'lsa, eng jiq musulmon bo'lgan bo'lsa 700-800 odam musulmon bo'lgan, qolganlari 1-200 yana musulmon bo'lmay qolib qolgan. Ayndaq odamlar borchu bu yerda. Undaq bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom shu o'zi nimani, shu musulmon bo'lmagan tamoman yo'q etish kerak dedimi? Demagan. Hatto Payg'ambar alayhisalom qarshi chiqmagan Madinadagi Yahudlar qabilasi bo'lgan. Xaybar qarshi chiqib suiqasd planlaganligi uchun ularning o'zini qo'g'layotgan, bolalar o'ltirib qolgan, yo'q qilayotgan, ashar qo'g'layotgan. Lekin qarshi chiqmagan, Madina ichida qarshi chiqmagan qabila shu yer qolib qolgan shu paytda. Nima qilsa, ular qarshi chiqmadi. Hech qanday o'z musulmonlar suiqasd planlamadi. Undaq bo'lgandan keyin ularni joyiga qo'yib qo'ygan. Hattoki Hazrat Umarning zamonasida islom dunyosi bak kengayib ketgan. Misrdan tortib bu taraf Ozarbayjondagi janub tarafi degandek Iron hammasi shu territoriyaga kirib ketgandan keyin hozirgi misol nimada Bahrayndaymiz shu janub tarafida qo'yaymi shu. Ashulning hammasi shu Qudusni tortib hammasi shu nimaga Umarniki xalifalik zamonasida musulmonlar fath qilgan yerda. Ashaning o'zida eng jiq musulmon bo'lgan vaqtning o'zi 15% atrofida musulmon bo'lgan qolgan hammasi boshqa dindikilar. Hattoki urush jarayonida manchanoq degan narsani ishlatadi-ku. İşletkendik ki şunun taş tigip başında ibaretxonaları, çirkov olsun, yakınmaydı, tapınaklı olsun, zahimlengen bolsa, hatta ki aşını remote qilib berganlik haqida mı? Rivayetler var misalda. Rast yalganlığını bilmemiz ama ayda gaplar var. Belki bu Umar'lık o başkalarınki undaq ibaretxonasi çekiliş bo'lmaydi degan Qur'ondagi prinsipga asosan onu to'g'ri deyishga bo'ladi misalda. Demek 15% etrafında musulmon bo'lgan bo'lsa, qolgan 85% inson boshqa dindiki, Hristiyan, Yahudi, Buddist, har xil dindikilar bo'lganda, ama uzun muddat u yer nima chiqqan? Boyagi gapniki asos mushakki boradi-da. Musulmonlar haqiqiy islomni yashagan shu vaqtning o'zida. Adil bo'lgan, axloqli bo'lgan, mard bo'lgan, rostchil bo'lgan, toza bo'lgan misolda. Qur'oni Karim nimani ko'rsatdi? Inson mushtaq bo'lish kerak dedi. Sahobalar-chi ashtaq bo'lgan. Yani 100% ashtaq bo'lmasam zodi 70-80% deyli ashtaq bo'lgan ham 100% bo'lish qiyin-ku. Shu sahobalarniki shu Qur'ondan olgan shu go'zal axloqi, go'zal xislatlardan va Qur'oni Karim shu vaqt tashkil qilgan, u tashkil qilingan narsadagi go'zalligidan ta'sirlangan shu insonlar 100 yilga yetmagan vaqtning ichida islomni qabul qilgan ashalar. Vallahi musulmonlarning axloqidan ta'sirlanib islomga kirganlarning soni boshqa usuldan kirganlardan keyin jiq bo'lganligi to'g'risida ma'lumot olgan.
Bu hazırcha deyapti. Hazır nimish shunchalar jiq odam musulmonlarning ta'sirlanib islomni qabul qilmaydi. Musulmonlarning ta'sirlash kafir bo'lib ketdi hozirgi vaqtda. Hozirgi moda gaplar yoki asos salmoq ig'ir bo'lgan gaplar qaysikin desa, agar men musulmonlarni avval ushqatgan bo'lsam, islomga kirmaskanman deganlar bo'lgan ekan. Shu yangi islomga kirganlarning orasida yani boshqa tadqiqot bu narsalar bilan mashg'ul bo'lib, islomni qabul qilib, ana lekin musulmon to'plamiga ichiga kirgandan keyin uning ichidagi qilni ko'rib, agar ilgari sizlar bilan aralashib qolgan bo'lsam, men musulmon bo'lmaskanman degan iboralarni ko'rgan bo'ldik shu keyingi kunlarda. To'g'ri. Lekin o islomdagi yana bir eng chong prinsipi nima degan vaqtda islom to'g'ri yo'lda mangan liderga itoat qilishni buyuradi. Yani liderni asos qilmaydi islomchi. Nimani asos qildi degan vaqtda qonun prinsipini asos qildi islom. Qonunga itoat qilish, islomning prinsiplariga itoat qilish. Mushning o'zini buyuradi. Agar lider islomning qonun prinsiplarini ijro qilmasa, u liderni omlashtirish yoki boshqa nimaga. Chunki Qur'oni Karimning o'zida nima deydi desa, omonatni ahliga berang deydi. Omonatni ahliga berang deganning o'zi shuning u layoqat talab qiladi degan gap. Layoqat, ya'ni shu davlatni to'g'ri boshqara olamdi yo'q. Bir iqtidor bo'lish kerak uningga. Yoki olmaydi biz kurash qilyapmiz hozir, kurashni to'g'ri ma'lum yo'q shu odam. Yoki menyotamdi yo'q. Buning qarash, agar shuni to'g'ri menayotgan bo'lsa, uni itoat qilish, to'g'ri mangan bo'lsa, uni almashtirish. Buning o'zi, ya'ni omonatni yana hozirgi navbat qilayotgan insonlar to'g'ri qilmagan bo'lsa, qila oladigan insonlarga o'tkazib berish. Buning o'zi shu oxirdagi insonlarniki, yana shu sap turayotgan insonlarniki vazifasi degan gap. Qur'on buni buyuradi degan gap. Ya'ni hech qanday bir yerda hozir musulmonlar nima desa, liderga amal qiladi. Liderga cho'qindi. Shunday bo'ldi. Masalan, Alloh taolo milliy inqiloblarimiz mana shunday bo'libdi ekan. Bir podshohning yoki bir qo'mondonning peshiga istirdiq. Podshohning kallasi ilinib ketgan ekan, atrofda hech kim qolmadi. Misol. Uning uchun bir podshohniki 3 o'g'li bo'lgan bo'lsa, podshoh o'lib ketgandan keyin 3 o'g'li huquqtalashgan vaqtda 3 yil isning oqsi odam bor-da. To'xtab tur, men bu nima uchun buni qilishim? Men bu davlatning qonuniga amal qilishim kerak. Deydigan bir narsa bo'lmay, u yerda podshohniki bolalarga ergishib ketayotgan, shuni oraliqda nurg'un ming'ilgan, 10 ming'ilgan, 100 ming'ilgan odamning qon to'kildigan ishlar shundan bo'lgan. Endi Alloh taolo nima deydi? Alloh taolo u insonga ergashmasdan, insonga itoat qilmasdan Allohning qonun prinsiplariga amal qilish u yerdagi narsa. Shu Qur'oni Karimning o'zi nima deydi desa, o'tgangi darsda bo'ldi bu. Men payg'ambar, ya'ni biz payg'ambar deb birisiga kitob bergan insonlar, ya'ni payg'ambar qilib, uning kitob bergan insonlarning o'zi, ya'ni payg'ambarlik deyapti-da bu yerda. Menga ergishing deb baxmadi deydi Alloh taolo. Menga ergishing deb baxmadi. Va lekin kitobni yaxshi o'qib, siz tangrichi bo'linglar. Kunu rabbaniyin degan oyat bor yerda. Siz rabbani, tangrichi bo'linglar. Ya'ni tangrichi bo'ling deganning o'zi nima desa, Alloh taolaning prinsiplariga amal qilgan bo'linglar. Alloh taolaning qonuniga amal qilgan bo'linglar. Ya'ni bu yerda deyotgan narsa nima desa, davlatning qonuniga amal qil degan gap. Davlatning lideriga emas. Bizda hozirgacha shu ish bo'lg'achqa, mana bu Amerikaning prezidenti Trumpning o'zi tushib ketgan vaqtda nurg'un odamlar nadbek ko'ngli yarim ketdi-ku. To'xtabdi, u prezidentga tushib ketgan narsa u vaqt to'shqa vaqtda ham yengisi chiqdi. Bu prezidentga faqat davlatning qonunini ijro qilgan xat. Unda qo'ygandan keyin biz u yengisi bilan munosabatni qurib, ya'ni ishimizni davomlashtirsak bo'laverdi degan bir narsa bo'lmay, Trump tushib ketsa, necha kungacha uxlayolmay qolgan insonlar bo'ldi. Bu to'g'ri narsa emas bu. Bu g'arb davlatlarida, masalan, bu g'arb davlatlariniki Qur'oni Karimdan foydalangan yeri shuchu, qonunga itoat qilish. O'lqa liderga emas, qonunga, liderni asos qilmay, qonunni asos qilish degan gap. Agar lider xatolik o'tkazsa, qonun bo'yicha uni odatdagi bir inson qatorida jazolaydigan bunday bir narsa bu Yevropada bor. Buning o'zi nima deydi? Qur'oni Karim mashining o'zini Alloh burun o'zi Qur'oni Karim yo'lga qo'yib qo'ygan narsa,
Onu Müslümanlar mesela Peygamber Aleyhisselam zamanında Ebu Bekir, Umar, Osmanlı'nın zamanında bu neyse bu şüpheti icra kılıngan Kur'an'daki boyunca Allah Teala mani diyen şekilde. Ula vefat olgandan keyin Umeyye sulalısının zamanında başlap andan keyin o Kur'an'ı koyup Peygamber Aleyhisselam mani diyen. Sahabe an diyen. Ula ölüp ketkendan keyin çoğu diyen vaqtda hem de alim mani diyen, ma mezhep mani diyen. Din diyen mandak kivadı hazır vaqtda. Kur'an qıpqa da bir yerde. O Kur'an'daki Kur'an ekege adamga, Kur'an kege adamga eslib aldı. Onundakin o Kur'an kege adam yetkizilgen insanlarga eslib aldı. Onundakin onun manetqa adamga eslib aldığan gap hazır vaqtda. Allah Teala nim deydi degan vaqtda Allah Teala bunun hammasini qo'y deydi. Faqat sen qonunga eslib bo'ldi. Bevosita Allah Teala'nın qonuniga eslib olsa insonlar orqali emas, insonlarga emas sen Allah'ın qonuniga eslishing kerak deydi. Shunga vatasimu bihablillahi jami'a va la tafarraqu. Shunga bu yerdagi davlat qurishda Allah Teala qanday narsani asos qilishni buyurdi desa, davlat qurib bo'lgandan keyin bu yer qonun asos qilish. Her adam kanunu aldı beraber, her adam özünü kanun bilen qo'g'dash, her adam kanun aldı ki haq huquqlarının özüne, haq huquqlarının bahriman bo'lish ve başkalarının haq huquqiga kanun orqali o'zi tajovuz qilinmaslik mandaq o'zi belgilangan. Qur'on buni buyuradi degan gap. Shunga bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, ham hozir bugungi tema hamda ayndaq bir narsa degandek atrofidagi narsa mazaq deyilib ketadi-ku. Şu ahırkı ağam misallarga böyle metçik oynanıp kaldıgan bir kesim var dedim ya bir şey dedi. Bu nimaga o'xshaydi ekan bu? Qibla bilan bizning mahallamizdagi, shaharlarimizdagi cho'ng jami masjidga o'xshaydi ekanda. Hamma masjid qibla qarab qiblaga to'g'rilangan. Ammo hech qachon biz o'zimizning mahalladagi yoki o'zimizning shahardagi masjid qarab o'qimaymiz. Mesela etkar camiası ayağında ite aşan qarab demeymiz yani. Baştan o'xshaydi bu hazır. Ayda desek uçakda qibladan chiqib ketgan bo'ldi ekanmiz biz. Onun için biz Allah Teala aşı qibla qaral deb aşın dedi, bütün camidagi insonlar qayerda bo'lishni qat nazar. Aşı qibla qaraydi. Xuddi shunga o'xshash. Bütün insonlar Allah Teala'nın qonuniga amal qilgan vaqtning o'zida to'g'ri amal qila oladi. Hem Allah Teala öyle bevosita Allah Teala'nın qonuniga amal qilgan bo'ldi degan gap. Bu orliqlik inson deganni ya xatolashidir, yoki bir zamondagi o'lib ketadi, unidagi qanaqa qilamiz ekan? Allah Teala ashuni bilganligi uchun u o'lib ketgandan keyin Muhammad inson, u o'lib ketgandan keyin u vaqtda qanday qilasizlar? Aqoqi yena olamsizlar deb Qur'onda deb, yanbiyaning o'zida va ulul amri minkum. Yani payg'ambardan keyin ulul amri minkum keldi bu yerda. Shu ishni to'g'ri boshqara oladigan, davlatni to'g'ri o'zi idora qila oladigan insonlar keldi, shu insonlarga itoat qiling degan bo'ldi. Shu bu yerdagi narsa nima degan vaqtda gapniki beshiga kelsak, birlik territoriyani masalan biz hozir o'zimizniki boshqasini gapir qilish zaten vaqtimiz yo'q, hojatimiz yo'q. O'zimizniki ishga kelgan vaqtda Sharq Turkiston territoriyasidagi tajovuzdan boshqa har qanday bir millat bilan birlashish bizniki nemimiz degan gap. Bizning vazifamiz degan gap. Uniki dinni surishti qilish, mazhabini surishti qilish haqqimiz yo'q. Hamma odam diniy e'tiqodi, mazhabi o'ziga, chunki o e'tiqod Alloh bilan inson o'tirsin ish bo'lg'ashqa, u o'ziniki Alloh bilan inson o'tirishki shaxsiy ishi. Ammo davlatning o'zini territoriyani ozodlikqa erishtirish, shu territoriyada yashayotgan barliq insonlarniki o'rtaq vazifasi degan gap. Uning uchun u o'rtaqni nazar tutgan asosda hammamiz u boshqa narsani hammasini amal nima qilib, nazardan soqit qilib, faqat shu vatanni ozod qilish nuqtasini chiqish qilgan asosda bu yerda nimaning o'zini e'tiqod, mazhab degan narsaning hammasining o'zini o'zimizning shaxsiy ish qatorida muomala qilishimiz lozim degan gap endi. Aslında vaqtda biz kuchimiz birlik keladi, kuch birlik kelgan vaqtda o kuchli bo'lamiz, kuchli bo'lgan vaqtda biz cho'qim ishni qila olamiz degan gap. Yani bunun o'zi mana shu aytgan vaqtda dinni siyosatdan arish degan gap.
Yani siyasetke hech qachon dinni aralashtirmaslik, dinni e'tiqod qilganlar o'zining diniga e'tiqod qilib ketaverish lozim, ammo siyosiy ishga kelgan vaqtda dinni unga aralashtirib qilmaslik lozim. Bu Qur'ondagi belgilangan narsa degan gap. Yani bayqi Alloh taolo insonlarni dindor bo'lishga buyurdi, dinchilik qilishga buyurmaydi degan deb aytdim bu Qur'ondagi oyatga asosan. Bu nima degan bo'ldi desa, biz dindor bo'lib, yani Alloh taoloning diniga, islom diniga e'tiqod qilishimizni Alloh taolo yaxshi ko'rdi, ashnaqa buyurdi. Va lekin sen mush dinga kirmasang, seni men o'zi hech qanday ishni birga qilmayman, sen mening dushmanim, seni o'tirma chapim deyishga Alloh taolo yo'l qo'ymaydi degan gap. Musa alayhissalomning qavmining Musa alayhissalomning Turatidan qaytib kelgandan keyin kalaga e'tiqod qilganlarni qilmaganlar o'ltasin degan bir oyat mazmun kechidamda. Ben to'la Bani İsrail qavmining vaqaliklarini to'la o'ylayman. Xalqimizda bunun bir o'xshab ketib, Bani İsrail'ler alaqadar bir peşimizde ketken yerleri bağımıdı deb tarihi nimeleri izleniş qilganlarni so'rab qolaman da. Hamda bizning ahvolimiz biroz o'xshab ketadi-ku. O'xshab ketgandan keyin xali o'xshaydi endi. Opmu o'xshash deganlar balkim onunga da qo'shilib ketmadim. Ama o'xshaydigan yerimiz balkim tarixdagi hech qanday bir keçmişte o'tgan hech bir insan veya ki mahluk veya ki bir tarixdagi hech qanday bir narsaning aynisi takrorlanmaydi ekan. Faqat ma'lum ilmida, yani bir bizningki ma'lum ilmida gavdilanadi ekan bu. To'g'ri. U Qur'on uning o'zi hamda faqtulu anfusakum, men bu ashuni topay. Mana shu neminiki Sura Baqarniki 54-oyat ekan. Ve iz qala Musa liqawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum innahu at-tawwabur rahim. Mush oyatning o'zida Bani İsrail xalqi Mozayni Samire degan birisi o'zi bir Mozayning haykalini kichik hamda bir o'yinchi qo'shash bir Mozayning haykalining o'zini qo'shib uni qimadiq biz pushtak demdik. Pushtakni bir unda ko'k narsa bo'lsa, masalan, istakandek deyli, kichikroq og'zi. Deb pulsak bir ovoz chiqadi-ku. Chiqadi-ku, masalan, neyma ashtaq narsa mana kichik og'zi bo'lsa, unda pulsak bir xil ovoz chiqadi. Samirining o'zi shu yerda ana nima qilib bundaq pulga vaqtda bir xil ovoz chiqqanda qilgandan keyin andan ular ashna cho'qingan ishlar cho'qinib xudo mushkil degandek bir gapni qilib bundaq qilganligini deydimdi. Qolgan vaqtda Musa alayhissalom kelgandan keyin bu yerda Musa alayhissalom ularga nima deydi desa, sizlar shu Mozayni xudo tutib o'zingiz zulm qildinglar. Uning uchun Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bunu insanlar şu tercüm qilgan odamlar yoki Qur'onni tabliq qilgan odamlar to'g'ri tabliq qilish kerak-ku. Tövbening o'zi, masalan men bir yerda jinoyat bir gunohni qildim, xato bir ishni qildim, o'g'illik qildim dey misol. O'g'illik qilgan bo'lsam, men buningdagi qat'iy o'g'illik qilmaslik uchun tövbe qilgan bo'lsam, nima qilgan bo'laman? O'g'illik qildigan nafsimning o'zini, nafs shayton, nafs xohish, buning o'zini o'ltirgan bo'laman. Tushundingmi ya? Bu yerdagi narsa sizlar tövbe qilish orqali shu silni shayton shu mo'zaga cho'qindigan nafsingni o'ltiringlar deydi. Yani ikkinchi qatam sizlar o mo'zaga cho'qindigan ishni qilmanglar degan ma'nodagi gap bu. Allah. Buni apirib nima qildi desa, ular o'zini o'zi o'ltirgan, yoki bo'lmaydi, mo'zaga cho'qinganlarni cho'qinmaganlar o'ltirgan. O'zi o'ltirishga qanday Ashuna tushunib keldik biz. O'zini o'ltirish deganning o'zi Allohning oldidagi eng cho'ng gunohning birisi. To'g'rimi ya?
bir adam yeni bir adamni qanday vaqtda o'ltirdi? O'ziga tahdid kelib, o'zini o'ldirish ehtimoli bo'lgan chog'da o'ldirdi shu. Yoki unday vaqt, yoki bo'lmaydi. Bir odam qasddan o'ltiryapti. Hukumat uningga hukm chiqarib, qasddan o'ltirgan odamga o'lim jazosi berdi. To'g'rimi yoki? Ha. Bir mo'zaga cho'qinib qo'ygan odamning o'zini o'lim jazosi vermaydi. Lekin shu hozir biz o'qigan Qur'on Karimning tarjimalarida asosan degdek mujna mazmun, mujna yugandik endi shuna o'qib chiqdik, o'qib keldik. Men mujna o'zida oxirsini nima deb shu vaqtda zalikum khayrul lakum inda bariikum fataba alaykum innahu wat-tawwabur rahim. Men mushunda qilganingiz sizlarga yaxshi, parvar Rabbingni oldi, mushunda qilganingiz yaxshi degandiki ular nima qildi? Tövbe qildi. Alloh taologa. Tövbe qildik Alloh taolo qanday qildi? Fataba alaykum. Shu vaqtda sizning tövbangizni Alloh taolo qabul qildi deydi. Qabul qildi Alloh taolo degan gap. O adam tövbe qilmay o'zini o'ltirmas, kimning tövbesini qabul qildi shu vaqtda? Bu yerdagi fataba alaykum deganning o'zimi tövbe qilib ikkinchi uni qilmaslik uchun, shuni qilg'izgan nafsini o'ldirish uchun, ikkinchi qilmaslik degan nafsini o'ldirish degan bo'ldi. Shu qilg'izgan nafsini-chi? Buni ko'rsatadi Alloh taolo. Bunda xatolik degan nurg'un nima men uning uchun deyapman-da, bu Qur'onning tarjimasimi bizning insonlarimizga unchalar yetarli bir tarjima emas. Chunki bunda bu oyatni butun maqarli mabadis deydi arabchada, oldi-keyniga yaxshilab qarab, mush mazmundagi oyatni yaxshilab o'zi biyak akilib, xulos chiqarmagandan keyin ashundaq narsa chiqadigan gap ekan. Bir mo'zaga cho'qinib qo'ygan odamga o'zini o'ldirsa yoki seni odamni o'ldirdi demda Alloh taolo odam o'ldirish jinoyat bo'lsa, bir odamni abirlikini bekar-bekar o'ldirdimda bu qanday bir din bo'lib ketdi vaqtida? Demakki, tövbe qilinglar, tövbeten nasuha degan bir oyat bor Qur'onda. Nasuh deganning o'zi ikkinchi shu gunohni qilmaslik, shu ishni qilmaslik sharti bilan qiling degan gap. Mana mushuning o'zi ashuni bildirdi masalan. Ikkinchi qatim mo'zaq cho'qinmaslik sharti bilan. Ma boshqacha bir zot oldi, qayta yana o'qib baqadigan, yana qayta bir izlanib baqadigan mazmun bo'ldi ma bu. Yana ma bu Makkaning fatihisidan keyin tushgan nazil bo'lgan oyatning biz mazmunida mana falan oyat deyman bu sadi qurra olmaganlik uchun, qoy olmaganlik uchun mushriklar nejisdir, ko'ga yeringni o'ltiring degan bir oyat keldimda. Bu qanday hamda o zaman? Eğer şunu tapqılımız yaxşı. Sör tövbede babu. Sör tövbede Feyzen selahal eşhurul hurumu faqtul müşrikin haysu yattumuhum ve khuzuhum ve suruhum ve qudu lehum kullu mersedin diyen mersedin. Feyin tabu ve akamu salata ve zakatı fehallu sebilehum. Muş ayetning o'zini ayta xato tarjima qilgancha, mush faqtulul mushrikina haysu wajadtum deganning o'zini mushrikni qayat deb olsangiz shu yerda o'ltiringlar. Ashta tarjima qildi. Endi tamam. Qayat deb olsak mushrikni shu yerda o'ltiradigan bo'layli. U vaqtda oxirgi so'zi va xuzuhum ularni tutinglar. Ularning o'zini vahsuruhum ularni to'singlar. Vaqudu kullu mersedin. Her dokunuşta sizler oturup ularning o'zini nazorat qilinglar. Bu yer uqtulu nimani bildirik shu vaqtda? Uqtulu degan kelimening o'zini Alloh taolo shar'iylab Qur'ondagi bir o'zi Qur'ondagi nima shu tushuntirish usuli shu. Bir narsani keltirgandan keyin uni oxirisiga tafsilotini yozdi Alloh taolo. Bu yerdagi mushriklarni qayat deb olsang uqtulu qatl qiling deganning ma'nosi ular tapqayat tutinglar va ularnikini to'singlar, ularning o'zini har yerdan kuzatinglar. Agar pain tabu hamda ularni o'ltirmasa ular qanday tövbe qildi? Tövbe qiladimi yo'qmi? O'ltirayotgan o'lgan odam. Hem ularni ashunda nazorat qilib, buni o'zi masalan sizning qo'llarda askar va bir shaharni besib ollar. Xo'sh. Besavaga vaqtida u shaharda sizlar
yoki eng az olsa 8-10 kun, bo'lmasa 1 oy harbiy holat qildi. Tushundingmi ya? Xo'sh. Harbiy holat yurgizdi u yerga. Harbiy holat e'lon qilgandan keyin u harbiy holatda qalaymaqa u yerga menish bo'lmaydi qahlar. Mangandan keyin demak hukumat qarshi anda xalqi ehtimollik bo'ladi. Kuch to'playdigan gap. Uning uchun ayda Alloh taolo deydiki, bu yer uqtulu deganning o'zi bu yerda kurash qilish ma'nosida narsa bu. Mushriklik qarshi kurash qilana. Qayat tapqa yerda. Qanday kurash qildi ular? Ular o'ynoq bo'ynoq men kusuldab o'zi kuch to'plash uchun o'ynoq bo'ynoq mangan odamlar bo'lsa, uni tutinglar. Shundaqmi yoki? Va xuzuhum degan, vahsuruhum deganning o'zi ularni alqi yani muşu bir kuch to'plash qarta, u yak bu yak manda mangan odam bo'lsa, yo'lni to'silanglar ularning o'zini va ularni bayqanglar. Manda qarab kim bilan nima ish qilyapti? U yerda sizlar qarshi bir ish qilish uchun harakat qilyapti. Uning o'ziga siz nazorat qiling ularning o'zini, ha? Eğer ular tövbe qilsa, gördünmü oxirgining o'zini o'ltirib o'lgan odam qanday tövbe qildi edi? Eğer o'ltirmasa, eğer ular tövbe qilib bo'ldi, endi biz sizlar qarshi chiqmaymiz. Biz islomni qabul qildik yoki taslim bo'ldik ish bo'lmagan vaqtida. Desa, va aqamus salat, namoz o'qib, zakotni bersa, bu yerdagi aqamus salat va atu zakat deganing o'zi iqtisodiy jihatda hamkorlashsa. Yani pul berib, iqtisodiy jihatda sizlar u vaqtda bosh to'laydi emasmi? Davlatniki hokimiyatning ostiga kirgandan keyin bosh to'lash kerak-ku. Bosh to'lashni qabul qilib, u yerda bosh to'lashning o'ziga bo'ldi deb uniga ma'qul bo'lsa, u vaqtda fahallu sabilahum yo'lni qo'yib o'tinglar. Bo'ldi endi biz sizlar qarshi chiqmaymiz. Sizlar qanchalik bosh belgilgan bo'lsanglar, shu belgilganni biz beramiz. Bo'ldi sizlar chekilmaymiz biz. Sizlarga dushmanlik qilmaymiz degan deb uni tövqan bo'lsa, ularning yo'lini qo'yib o'tinglar. Deydi Alloh taolo. Innalloha g'afurur rahim. Allah kechirim qiluvchi, mehribondir. Bu tilni arab tilininki ifodalash Allohning so'zi bo'lgandan keyin taxminbek nima bo'ladi-da hamda. Va arabchaning ifodalash nimasida ham shundaq talablar bizga liqib boshqa bir yangi ekan, ama Uyg'ur tilidan jiq-jihat farqli ekan. Undaqda bu mushriklarni nerede ko'rsang o'ltiringlargan asli odamni emas, mushriklikni o'xshamda. Şu paqtul mushrikin haysuvajattum degan mushriklikka qarshi turish bu yerga narsa. Men mayda mushriklikka deganda keyin mushriklik kimda bo'ldi vaqtida? Odamda hisobda. Mushriklarda bo'ladi, shundaymi yoki? Mushriklarda. Uning uchun shu mushriklarning o'zini sizlar ayın idora qilayotgandan keyin idoralarga bo'ysunib, men bo'ysundim degan qadar sizlar ularni qalaymaqa u yerga menishqa, sizlarga qarshi kuch to'plashqa va kaza ishni qilishqa sizlar yo'l qo'ymay, nazorat ostida tuting ularni degan gap. Mana shu vaqtida. Bak kardeşimizden biz bayattan qalıqı bir sözge beripti, yani başka bir izah veripti. Lanetlik millet yok, lanetlik illet var depti de. Elbette, doğru. Ondan keyin illeti halak bo'lgan milletning bayatdan biz lanetlengen milletler halak bo'lganlar var, halak bo'ldi degan şekilde qo'llandik. Bu kardeşimiz depti, illeti qiliq tufaylidan halak bo'ldi deymiz. Millet o'g'illik uchun emas deydi. Buni tuzish berib qo'yibdi. Rahmat namozi. Hozir darqan gapimiz o'tilib keldi ekan mana. Yani o mushrik bo'lganligi uchun o'ltirilmaydi ekan, mushriklik o'ltirildi ekan misol. Endi bu yerdagi narsa mandaqchi. O illatning o'zini hozir illatni surishtirib qilyapmiz-ku, to'g'ri? Shu illat o osmon bilan zaminni o'tirib bu yerga esib qo'ymaydi-ku. O insonda bo'lgan narsa o. Onun için insanı şu illetinin sebebini öldürülen gibi bu yerdeki neyse. Bir adam katillik kısa, katillik diyen illet kilip bir adamı öldürüp atmaydı o. O illetini yüzü sındırgen adam gibi öldürülen gibi o neminin özünü. Adamını. Bunda vardı. Ya yani mesela müşriklerin nerede kösten öldürüyorlar diyen ayetine var. Artık dertimiz ki müşriklikni öldürüşke işaret kılınganlık doğrusu zat olduğu bir yerden belgeleri. Yani bir yerden ondan şey kanka fail emes fiil.
Elbette eğer aşu illet bulmasa o yerde müşrik bu adamdan hemen öldürün dese o adam şundakla müşriklikni yenip İslamni qabul qilgan vaqtida yoki men taslim bo'ldim degan vaqtida taslim bo'lgan vaqtim o adam müşrik dedi. Men sizga nimaga taslim bo'ldim? Sening hokimiyatingga taslim bo'ldim. Bo'ldi, sening hokimiyating ostida yashayman. Lekin men diniy e'tiqodimni qolaman. Desa, ya'ni shu müşrik degan gap bu. O vaqtda yana berib o'ltirish kerakmi? O'ltirmaydi. O vaqtda uning amallik berdigan gap. Eğer o müşrikning o'zi darhol lekin müşrikni tashlab İslamni qabul qilsa desa, İslamni qabul qilsa, demakki o illat tugadi degan gap u yerda. Şoň bu yerdagi narsa nima desa, nima bütün din Allah'ning bo'lgan qadar siz kurash qilinglar deganning o'zi bütün dunyoga adolat tiklangan qadar. Din degan adolat Alloh taolaniki. Allah'ning bu adolati tiklangan qadar kurash qilishni to'xtatmang degan gap bo'ldi. Bunda tercümeler hal jiqqo şu 5-ni tatiplar, şu Sure Baqara'nın 5-ni tatip lekin Sure Fatiha'dan deyli. Aşında hata tercüme hemmesi jiqqo. Şu çünkü kıbla qaranglar dese mescid qarabagandek hatalık bakın emasmi bizde? Şunun da iş konusu bakıp. Şu qısılıq kıbla qarab namaz o'qing degan u yerdagi ulug' narsa nima edi? Emirdi. Allah'ın kıbla qaranglar degan emri şu ulug'di shundaqmi ya? İnsanlar nima ulug' oldi hozirgi vaqtda? Qara o'yni. Kabine. Xuddi Payg'ambar alayhissalomga Alloh taoloning kitobi tushdi. Ulug' narsa nima edi? Bu kitob. Ular kitobni qo'yib Payg'ambar alayhissalomning o'zini ulug'lab oldi. Payg'ambar alayhissalom Allohning o'rnida o'ltirg'izib, bütün ishni Payg'ambar alayhissalom buyurgan, Payg'ambar alayhissalom ani qiling degan, Payg'ambar alayhissalom mani qiling degan. Men shu bütün mollaga murojaat qilib, shuning o'zincha bütün molla shu Payg'ambar alayhissalomning tarjimonini o'qib baqsin. Payg'ambar alayhissalom hayotida men mani dedim. Men mani qiling deyman. Mani qiling deyapman. Mani qilinglar sizlar. Men qilyapman. Meniki degan yo'li, degan ishimni qilinglar. Men manga yo'lni menglar. Yani men yo'l paydo qildim. Men paydo qilgan yo'lni men degan bir yer bormi? Hech qanday hayot yo'q. Payg'ambar alayhissalom nima tashqan? Alloh taolo an dedi. Alloh taolo mani qiling dedi. Alloh taolo mani qilmang dedi. Mani yeng dedi. Mani yemang dedi. Payg'ambar alayhissalomning hayoti bo'yicha degan tashqan narsa Allah Teala qilingni qilmang dedi, yengni yemang dedi. Degan Alloh taoloning amr farmonini yetkazdi. Keyingilar Payg'ambar alayhissalom uni tashlab qo'ygan Payg'ambar alayhissalom buni qiling dedi. Bu nima degan aql bu? Çok bu yerda hozir dinning manbasi 3. Hozir musulmonlar e'tiqod qilgan dinning manbasi yo'q. Aslida birdi. Aslida faqat bu Qur'oni Karim dinning manbasi. Ama hozircha desa Qur'oni Karim qilib qoldi zaten. İkinci manba rivoyat hadislari. Üçüncüsü desa mazhablar. Bu ikkisi hozirgi vaqtdagi din. Bu musulmonlarning dini. Qur'on emas. Agar Qur'on bo'lsa, musulmonlar Qur'onni an dedi deyolish kerak. Mollaning o'zimi Qur'onda ma'ni dedi deyolish kerak. Qur'on Alloh taolo ma'ni dedi deyolish kerak shu vaqtning o'zida Allohning dini bo'lgan bo'ldi. Yani başka ketib qoldik. Başka ketib qoldik. Çünkü zaten şu hamma yerda qaysiq chuvuqchilik bor emasmi? Biz to'qinaq ekilib, yani biz to'qinaqning ishidan chiqadigan bo'lg'achqa ba'zan işte atlab ketib qoldik ekanmiz. Xo'sh, undaqda bugungi tema bo'yicha mesela bir birlikni Qur'on Karim ko'rsatgan bo'lsa bizga bir toplumda o birlikning bir toplumning birligi uningdagi e'tiqodiy yoki diniy birlikni emas, shu toplumning milliy yani toplum birligi. İnsani birlikte mi? Yani menfaat birligini asas qildik. İnsan hakkı mesela territoriyadagi insonlarning birligi mana shu vaqtda insoniy birlik yani hammamiz o'xshash inson. Kichikilsa biz zavod korxona ishlab chiqarish va berdik. Cho'ng'aytilsa bir vatan billar. Cho'ng'aytilsa yer shari. Shu. Yani İslam dini, yani Kur'an-ı Kerim bizni
dini birlikke, dini sahada birlik kelishga emas, insani birlikke chaqiradi degan gap. İnsani birlik desa endi halkı biz başka ketib qolib qoladi. Xitoy insonga deb chiqadiganlar chiqadi. Lekin biz bu yerdagi narsani nima degan vaqtda har bir territoriyadagi insonlar o'rtaq birlik hosil qilish kerak degan gap. Kurash qilishda. Qur'on boshni bo'raydi degan gap. Mushakkaç bo'lsin bugun. Bo'ladi, arliqda sizlar yana bu milliy kimlik to'g'risida to'xtaldilar. Uni milliy kimlikni ayrim bir dars qilsak bo'ladiki, chunki biroz ichida jiq narsa bor uning. Mayli. Kimlikni tashkil qiluvchi omillardan tartib, masalan, til o'rganishlarimizdan tartib, urf-odatlarimizgacha. Yani milliy kimlikni bayatın sizlar Allohning bir oyatini bizni qo'g'diganlik hisobida bir vazndik bir narsa deb o'tdi ya. Bu vaqtni ayrim nim qildi bizmencha. Kelar qatamda shuni o'tirib qo'yaylik. Shuni nim qilaylik. Milliy kimlikmi? Xo'sh. Shu milliy kimlik sohasida to'xtalaylik. Milliy kimlik bo'ldi. Undan sonra mishada nima qildim? Bayatın qilishimiz telefonini ololmasa xafalar ketib qoldimi? Uchur yazsam, keyin javob bermay qoldi. Men qaytarib qo'yay amonat bo'lgani uchun. Keyin qatam qoldirib qo'yaylik. Mushada to'xtaylik buni. İki katım oldu. Ve Urpaqay Abqasa gibi anlap bakalım. Uzarıp geldi bu 2 saat öp gitti bu. Amma Abqasa hazır biraz şikayetçi ya biz gibi telefon almayı kesin dedi. Yani biraz normallaştı. Anlamagan nurgun kırındaşlarımız anladı. Ma bu programın maksat gayesi biraz tosalgısız şekilde oturuğa çıkıp oldu. Hem de kağını aşar insan özünki adetlerinin alqıp çıkıdığan bir himmeti, iradesi, tirişçallıqı bağlı qılap qaldı hem de bu. Şu ben bir Urpaqay depti ben. Abqasa gibi anlaydı olmasa kiler hakkıdım bura. Selamünaleyküm. Sizler Nahmaydan o'qiganmidlar? Neyman, Nahmaydan nimga keling bu savol beradigan. Kim bo'ldilar ismlarini deb dislayapti gaplarni ma'qul. Farruh. Xo'sh. Anlatimiz gap qilsizlar. Ben so'raydigan shu jannatni Alloh subhanahu va taolo yaratdimi, yaratmadimi? Do'zaxlar bormi, yo'qmi shuni so'raylik. Uni jannat do'zax babida so'zlaylik. Bugun uzun mavzu. Ustoz dedi, buna şu sözün babida, şu temaga kelgan chaqda to'xtaldi. Biraz uzun dedi. Yani bu fırsatda inşallah tam anlamamız. Maqul rahmet. Yani bugünkü temi bilan bevosita munosabatli bo'lmaganligi uchun bir tarafda ikkinchisi o'tganda uni qistirma bayon edi. Xayr. Ashuni o'zining babida anglaydiganikin javobi tugsin. Ashta qildi. Bo'ptunda bo'lsa sizlar mishada aramlarga berili. Program mishada. Allohga emanet. Maqulunuz Allah'a emanet aman boslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem qarindoshlar, bugungi programda biz diniy birlik mi yoki milliy birlik mi? Yani Qur'onda asos qilinishga buyurilgani qaysi degan mazmundagi dastlabki izlanishni Kerim ustozdan izlanishni taqdim qilgan bo'ldik. Yani bir toplum, bir cemaat, bir rayonda bir yaşayotgan tövüne bir aileden tartib yuqorisigacha yuqorisi bir devlet ve hatta yer şari kimlikideki insanlar toplumunun birlikini hasıl kılışta itikat mı yoki milli menfaati mi yoki toplum menfaati mi degan şekildeki bir izohatning bir betini açtık. Elbette işçi kirgen siri jiq narsalar chiqadi bunun. Vaqt itibari bilan 2 soatni to'xtalib bo'lgan bo'lmaydigan bir tema. Çünkü hazırga kadar bizning
bizning birlik düşüncemizde işte hata düşünülüş köp bo'lganligi uchun uni real turmushimizda tatbiqlash va hal qilish masalasida qiyinchilik uchrab din bilan real hayotimizning o'rtasida bir uzunlik paydo qilib bo'lgan edik. Shunga bu temada to'xtaldik, ammo mufassal shaklda bo'lamagan bo'lsa, dastlabki yuzini ochdik inshaalloh. Keyingi boshqa temalarda, yondosh temalarda, parallel temalarda elib borgan suhbatlarimizda yana to'liqlama xarakterlik mazmunlar bo'lishi tabiiy. Dersimiz her seyşembe günü Amsterdam vakti 8, İstanbul vakti 20'de. Yani keşkolun saat 20'de, İstanbul vakti 22'de, 22-20'de bulardı da arkadaşlar. Dostlar tavsiye koyuyorlar. Kur'an menbelik İslam düşüncesinden kitabımız bu bir zanlanmıştı da olsun iddiası da. Başqa qarindoshlarga tavsiya qilgan chog'imda programmani tafsili ko'rib, undan keyin fikr qilishinglarni so'raymiz aziz qarindoshlar. Allah nasib qilsa, oldimizgi darsda milliy kimligimiz ustida to'xtalishga tirishamiz. Aman bo'linglar. Sizlarga Janob Alloh topshirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.